Zalga tushganingizda birinchi o'zingizga qaraysiz, hamma yog'ingiz figurangiz nima bo'lib qoldim deysiz, yechinib, razdivalkadan boshlanadi, nima bo'lib qoldi? Uje o'zingizga qaradingiz-da. Sportivniy maqsadda kelyaptimi yoki hayotiy qanaqadir muammolar bilan kelyaptimi? Nima yechim sizdan so'rayapti o'zi asosan? Uspешный odamlar xuddi dardi yo'qdek, armoni yo'qdek ko'rinadi sizga. Inomarkada tushgan yoki chiroyli o'ziga qarab yurgan odamlar, to'g'rimi gapim? Zalda odam o'zini muammolarini unutadi. Kompleks, ertalabdan kompleks. Semizman, qornim chiqqan, samatsenkasi tushgani sari CNSdan tortib to yurakgacha qiynaladi-da. O'zimizga past baho beramiz. Pulga qiziqqaningda senga so'zlarim ko'p edi. Men pulim yo'q edi. Bugun menga qiziqqaningda pullarim ko'p-ku, senga so'zim yo'q. Assalomu alaykum. Aka. Va alaykum assalom. Juda ham ko'pchilik yorib olishdi kommentariyalarda. Bundan oldingi videomizda Bugun Sport YouTube kanaliga qo'yilgan edi, kirib ko'rishingiz mumkin. Haqiqatdan положительный, ya'ni zo'r kommentariyalar ko'p, negativ kam, professional negativchilar ham negativ topishga ozgina qiynalib qolishibdi. O'shanga ko'pchilik so'radi, yana davomi bo'lsin. Videoni mana qo'ydik, o'sha davomini so'rashdi. Okay. Suhbat zo'r ketdi. Siz fikrlaringiz ko'pchiligiga to'g'riligi bilinib qoldi. Ya'ni odamlar ko'ryapti. Logikani ishlatganda o'zi kelib chiqyaptiki, bu mana kommentariyalar tashlashdi, katta odamlar ham tashlashdi. Bu bola to'g'ri gapiryapti. Meditsinani ham bilar ekan, sportni ham bilar ekan deyishdi. Xudo xolisa o'shanga davomini xudo xolisa olamiz, o'g'onmiz. Inshaalloh bugungi podkastimizni niyat qildik. Asosiy aylanadigan temalarimizni podkast emas, intervyusiya, suhbat. Ramazon oyida to'g'ri ovqatlanish birinchi navbatda, keyin tanaffusni oshirishni juda ham ko'p so'rashdi va orada keladigan har qanday savollarni bemalol beraveramiz, hammani qiziqtiradigan va ko'pchilik bergisi keladigan savollarni aytib o'tamiz. Hayotiy gaplashamiz. Hayot termindan tashqari, hammaga tushunadigan tilda, akkuratni, har sistemada bitta to'xtab o'tib ketamiz o'zimiz bilganimizcha-da. Inshaalloh. Birinchi navbatda, sizga ko'p beriladigan, xudo xohlasa mana ozgina qoldi Ramazon oyiga. Inshaalloh shu mart oyining boshlarida kirib keladi inshaalloh. Qaysi kunligini endi ma'lum qilishadi. Ramazon oyida mana birinchi sportsmenlar so'raylik. Sportsmenlar qanaqa pitaniya qilsa, чтобы mana massa olgan bolalar massasini yo'qotib qo'ymasin. Relief qilayotgan bolalar dalshi foydalanib formasini to'g'irlasin, plus sog'liq. Bo'ldi, tushunarli. Endi hamma sportsmenga javob berib olmayman-ku, o'zimni situatsiyamda eng ishlaydigan metod bo'yicha ozgina tushuncha berib o'tib ketaman. Hammaga tushunadigan tarzda, xudo xohlasa. Avvalambor chaqirganinglarga rahmat, shunchalik hurmat qilib. Tak. Ramazon oyida ko'pchilik, ayniqsa yosh avlod sal qo'rqadi, mishishni massamni yo'qotaman deb. Bu tabiiy, ochlikda 14-16 soat ochlikda muskulim ketib qoladi deydi. Menda ham bo'lgan bu his-tuyg'u, boshida haqiqatan ham shunaqa qo'rqqanman. Vijdonim qiynalganda, mana shu atrofingizda hamma qorni och, siz ovqat yeb turib trenirovka qilishda, ana o'shanda tushunganman. Vijdonni ishi muskulligidan ko'ra ancha mukammalroq ekan. Keyin qo'rqmasdan kirib ketganman. Uverenna gapiraman, faqat plyusga ishlaydi. Xo'p, ovqatlanish masalasiga kelsak, mana o'zimni metodim. Mana shu payti proteinni juda ham hurmat qilaman men. Ramazon payti protein juda ham tez usvayini, ya'ni xalqqa tushunadigan tilda juda ham tez yuqadi badanga. Juda ham tez hazm bo'ladi. U jigar orqali qonda sintez unaqa bo'lmaydi. Sirazi kirib ketadi muskulga. Masalan, men o'zimni og'iz ochishim deylik. Oqsil berishim kerak, yog' berishim kerak, uglevod berishim kerak, to'g'rimi? Og'iz ochishda. Shtop trenirovkaga tayyor bo'lishim kerak. Bo'ldi, bir porsiya protein, ichiga 2 qoshiq оливковое масло и frukti. Bo'ldi, protein bilan оливковое масло boyiga finikini yerib ochib oldim og'zimni, xurmoni yeb, proteinni ichib oraman. Перед тренингga ichib oraman. Beta-alanin, arginin. Sirazi zalga kelaman 20 minut, 15 minutda. Tarelkani ichiga har xil mevalarni qo'yib qo'yaman, ya'ni tushunadigan tilda gaplashadigan bo'lsak, tez
energiya beradigan mahsulotlar. Bistri Bistri uglevod. uglevod bizning tilda. Endi hammaga tushunadigan tilda gapiraylik, termindan tashqari. Tez energiya beradigan mahsulotni qo'yib qo'yaman. Ichiga limon, olma, har xil fruktdan to'g'rab Xohlagan qo'yib, narsadan, albatta, kim yeb trenirovka qilaman 40 minut. Tonus ushlab turish uchun nagruzkani 50% gacha, 60% gacha olib chiqaman. 100 gacha olib chiqmanglar, chunki srazi travma oladi odam. Sustavlar hali suvga to'lmagan. Sekin-sekin 2-3 litr suvni ichib, meva-chevani yeb 40 minut qilaman. Bemalol hammaga yetadi. Tahoratini olib, g'usulini olib, tarobihiga ham chiqib ketishga. Oddiy. Saharligacha, saharligi. Saharligi endi kazein protein yaxshiroq, kazein uzoqroq yonadigan, uje unda добрый углевод yeyman. Masalan 200-300 gram grechkani bo'lib qo'ysak, uni yarmida yesam, yopishdan oldin shu 100-150 gram grechka, mol go'shti uzoqroq hazm bo'ladi 6-7 soat. Agar любительlar bo'lsa, sushkada bo'lmaydigan boshqa bo'lsa, tvorog bilan yopsa ham yaxshi. Grechka, tvorog, kimdir go'sht yegisi kelmaydi, oshqozoniga yoqmaydi. Marhamat, tvorog ham 6-7 soat uzoq turadi. Tvorog ham shu kazein. Albatta. O'sha kazein bilan. Да. Самое главное, центральная нервная системada muskulim ketdi deb turib signal beraverish kerak emas. Kardio deb hisoblayman men. Kardio ko'chaga chiqib yurasiz. Eng plyus tarafini gapiraman, Ramazonda oshqozonimiz maksimalni dam oladi. Chunki oshqozonimiz bizga juda ham ko'p xizmat qiladi. Umr davomida oshqozon bilan yuragimiz juda qattiq xizmat qiladi. Davomiy. Da, ikkalasi ham quloqsiz deylik, quloqsiz organ deylik. Oshqozonga mana shu paytda dam beramiz. Yurakka dam bermaymiz, menimcha umrimiz oxirigacha u xizmat qiladi, keyin dam oladi. Ramazonda nima demoqchiman? Bemalol. Protein, olivkovoy maslo og'iz ochib, zalda ichida frukta yeb turib, marhamat, o'rtada keyin chiqqandan keyin o'zini ovqatini yesin yoki mana ko'cha-po'chada bo'lsa bifshteks, gulash, marhamat. Yopishda tushuntirdim. Necha minut? Bir yarim soat, 40 minut bemalol yetsa kerak. Yetadi. Demak, hech qanaqa o'sha bahona qolmadi. Og'iz ochgandan keyin shomni o'qib olasizlar. Srazu borib Bemalol. ketiram, tarovehga ham uspet qilinadi, xudo xohlasa. Да, конечно, даже karcher moyka degandek chotki cho'milib chiqib ketasiz. Albatta, даже chiqishdan oldin boyaga yana bitta protein ichib bemalol o'tirsa ham bo'ladi. Xotirjam o'zini ishini qiladi. Tonus ushlab turish uchun harakat qilamiz. Mishishning massa yig'ish uchun emas. Tonus, ya'ni muskullarni o'zini formasini yo'qotib qo'ymasligi uchun harakat qilib turamiz. Bo'ldi. Bahona qolmadi. Bu haqidagi, xudo xolasa, inshaalloh mana gapni boshladingiz. Endi xudo xohlasa hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh Ramazon oyida shu qanaqa trenirovka qilish haqida ham xudo xohlasa hammasi to'g'ri kelsa olamiz. Bemalol xursand qo'yib tez montaj qilib qo'yishga harakat qilamiz. Bu videoni ham montajchi cho'zib yubormaslikka harakat qilamiz o'tgan safardagi. Undan keyingi eng ko'p hozir bizga berilayotgan, mavzularda tana vaznini oshirishga bu maslahat beringlar deyapti. Bundan oldingi temamiz ko'proq tana vaznini tushirish yoki to'g'ri ushlab turishda bo'lsa, tana vazni. O'zi sizga kelayotgan mana shogirdlar deylik, shogirdlaringiz asosan mana sportivniy maqsadda kelyaptimi yoki hayotiy qanaqadir muammolar bilan kelyaptimi? Nima yechim sizdan so'rayapti o'zi asosan? Zo'r savol. Ko'pincha hayotiy bo'ladi-da. Hamma ham chempion bo'lish uchun harakat qilmaydi. Endi insonmizda, insonda har doim qanaqadir tuyg'usi bo'ladi. Bir ishni boshlasangiz, kimdir yaxshi ko'radi, kimdir ustingizdan kuladi. Qasma-qasslik tuyg'usini ko'p ko'raman shogirdlarimning ko'zida. Mana senga. Mana senga hali ko'rsatib qo'yaman deydi. Yoki kimdir dardi bor, kimdir armoni bor, o'shandan sal chetga ketaman deydi. O'shanaqa bolalarga men sirazi gapiraman. Armoning, darding, boyagi xiyonatlaring, his-tuyg'ularing bu ko'nglingni hech qachon tark etmaydi. Prosta buni yashirish uchun boshqa уровеньga chiqasan. O'rnini to'ldir. Albatta, boshqa уровеньga chiqasan. Chiroyli bo'lasan, успешный bo'lasan, puldor bo'lasan. Ana o'shanda sen tashqaridan ko'rgan armoni ham dardi yo'q deb o'ylaydi. No seni tark etmaydi. Boshqa уровеньga chiqasan. Qisqa qilib gapirganda, armoningni yashirish uchun boshqa уровеньga chiqib ketasan, bo'ldi. O'zingizdan kelib gapiring, mana успешный odamlar xuddi dardi yo'qdek, armoni yo'qdek ko'rinadi sizga. Inomarkada tushgan yoki chiroyli o'ziga qarab yurgan odamlar, to'g'rimi? Gapim. O'zi na samom deyli ularning ichida. Prosta yashiradi. Kuchli odamlar o'zini
tashqi ko'rinishini ham yokida Albatta. sog'lig'i tarafini ham Albatta. qattiq qarab qo'yadi, irodasi Xuddi shunaqa. kuchliligini bildirib qo'yadi. Xuddi shunaqa. Juda ham ko'p video tarqab ketdi-da. Bu haqiqatan haqiqat aytayaptiki, nimaga deydi, mana zalga chiqib, zalga emas, sportivniy telosложение nima uchun успешный hisoblanadi, успешный odamlarning такой vizitkasi. Chunki uni sotib bo'lmaydi-da. Uni sotib bo'lmaydi. Qancha ber? Million beraman, men uyda yotaman, davay menga forma qilib ber desak. Успешный bolalar keladi mana. Ishlari joyida, hamma narsasi joyida. Bo'ldi, noldan boshlaysanmi deyman, hayron qarab turadi. Yo'q, hech qanaqa mo'jiza deyman. Sotib oladigan. Endi sotib olmaydigan narsani kayfini ko'rgani kelding deyman. Ilojisi yo'q sotib olish. Bir xilsan, anta yuribdi, u borshik bola ham qildi trenirovka deyman. O'shan bilan o'rimining bir xil hozir deyman. Maqsadlarimiz bir xil, harakatlarimiz har xil. Demak, harakatlarimizni tenglashtirishga harakat qilasan. Xohlaysanmi boshqa o'ringa chiqishni deyman. Da xohlayman deydi. Boshida hamma kuladi deyman. Keyin hayron bo'ladi. Keyin sendan so'raydi. Keyin sen kulasan. Hurmat qilishni boshlaydi. Конечно. O'zi mana zalga chiqib, zal emasman, o'zini sportivniy sog'lig'iga yaxshi e'tibor berib qo'ygan odam, zo'r formaga kelib olgan odam va ko'pincha kuzataman, o'ziga bo'lgan hurmati oshadi. Eng muhimi deb o'ylayman-da, o'zini уверенный his qiladi. Конечно. O'ziga e'tibor bergan odam hech qachon yutqizmagan. Albatta. O'zini sog'lig'iga. O'sha tarafni mana bekordan qurib, mana ko'p mana katta biznesmenlarni ko'ramizda, qonni o'tib bo'lib ketgan, pesonag'ay bo'lib ketgani juda ham kam. Eng kami misol yosh katta bo'lib ketgan bo'lsa ham prosta oddiy odamga o'xshab, qorni chiqmagan yoki ozg'in bo'lmagan, sog'lom bo'lib yurishadi-da. Mana ko'rib turgan hammaga savol berardim. Ertalab turdingiz, mashinangiz bo'lsa yoki oyoq kiyimi bor deylik, mayli mashinasi hammada bo'lmasa ham, oyoq kiyimingiz toza bo'lsa, o'zingizni qanaqa his qilasiz? Idealni, to'g'rimi? Nimadir qilib qo'ydim, zato tozaladim. Endi telosложениyangiz, ya'ni tana ko'rinishingizni ham chiroyli qilib qo'ysiz, ichingizdan shunaqa narsa o'tadi. Men buni to'g'ri azart deb hisoblayman. Bir xillari o'ylaydi, psix boshqa, nima boshqa qiladigan gap unda emas-ku. Men o'shaning uchun videolarimni ham qo'yganman. Zalga hamma chempion bo'lish uchun kelmaydi. Zalga keldingmi, o'zingning yangicha variantingni yaratishga kelasan. O'zing uchun chempion, o'zing uchun titul qo'yasan-da, bo'ldi, boshqa narsa yo'q deyman. Boshqa narsa kimdir dard bilan, kimdir alam bilan qiladi, uzoqdan gapirib qo'yaman-da, "Oy, unutish uchun ketkizgan vaqting shunchaki ko'nikishga ketadi, alam dard bilan qilma. O'zingni yaxshi ko'rib, dalishi bo'lish ketaver, bo'ldi, o'zi joyiga tushib ketadi hammasi deyman." Hamma mana shu o'zini kayfini, kayf deydi mayli. Har xil joydan qidiradi-da. Xuddi shunaqa. Zalda yurganlar bular ham o'sha kayflarni, ya'ni mazza qilishlarni yaxshi variantlaridan bittasini tanlaganlar-da. Men o'zimdan kelib aytadigan bo'lsam, Qozog'istonda ishlaganmiz, powerchilik qilganmiz 2015-16-yillarimiz. Endi hali bu payt 19-20 yoshli bolalar edi. Men kuzatardim. Kechqurun 12da kuxnya yopilardi. Birda uje hamma zaldan chiqib ketardi. Ketdi ofitsiantlar po'rli. Kimdir o'tirib aroq ichgan, kimdir yonimizda pivnoy zavod bor edi, pivo ichgan, qizlar bilan yurgan, klubga ketgan, nasha chakkan. Hamma Mashinaga kayfli. Men o'zim boshida bir hafta men tushunmadim. Bir hafta 10 kun kimga aralashish tushunmadim. Ritm qidirdingiz-a? Qarayapman-da, kim nima qilyapti, nimaga olib ketyapti bu narsa? Men qarayapman, bittasi ichib borib, plyajda pulini uxlatib ketishgan. Voy, vaqti qiziq istoy bo'lganda. Oxiri. Ha, qarang. Men kelganimda u bola уже nechidir yildan beri ishlayapti. O'sha bir 3-4 yil ichida uyiga atiga общий hisobda $700 jo'natibdi. U oyiga undan ko'p pul topadi. Endi nima qildi shuncha pulni? Yeb ichib kayf qilar ekan. Eng oxirida mana oylik olardi, oylik oldi. Ketdi, 2 kun yo'q ketdi. Уже xavotir olishni boshladi. Keldi qiyshayib, nima bo'ldi desa, vahshiy prikol voqea. Короче, plyaj, Aktauda bo'lganmiz, suv joyida. Plyajga borgan, ichgan, o'qigan, qotib dumalab qolgan. Keyin o'sha yerdagi bo'mishda kelganda uyg'otgan uni. Nima qilsam yetdi degan. Uyg'ongan, kayfda oyligini chiqarganda hamma pulni shundoq berib bor, aroq olib keldi, pivani nimadir xullas kayfga olib kellaring o'tiramiz degan. Xulatib bo'ldi, yo'q bo'lib ketdimi, yo'q, pivani tashlab ketdi deyapti-da. Oyligini ham xulatib yuborganda. Yigitchilikda endi hammani boshdan bir o'tadi-yu, har xil kayf qilib ko'radi. Lekin men u yering gapiraman. Noto'g'ri kayfi har doim hammamiz oxirida afsuslanamiz. O'tirib olib, biling, даже
spirtnoy ichsa ham ertalab turib bosh nima qildim, xato qilsa nima qildim, kimdir urdimi yoki kimdir meni urdimi, mashinamni turtdimi, bilmaydi. to'g'ri kayfda faqat baxtlida inson har doim, to'g'ri kayfda. Takji bir xillari ovqat yeyishi kayf deb o'ylaydi-da, ovqat yeyishi to'g'ri yesangiz kayf. Ovqat yeyishi noto'g'ri yeyishi bilasiz-ku, oshqozon og'rib, jig'ildon qaynash bilan tugaydi. Azob beradi. Nafas ololmaysiz, kechasi uxlay olmaysiz. Qo'pol qilib gapirganda ayolingiz bilan normal yota olmaysiz-da, oldida bezovta bo'lasiz-da. Bu kayf hisoblamayman men. Men kecha ham storiesimga qo'ydim-da. Bir ikkita og'aynimga yur dam olib kelamiz deganda, sirazi xayolda nima yeymiz deydi. Nega endi nima yeyishni o'ylaysan deyman. Yur, ozgina sauna qilamiz, cho'milamiz. O'sha pulga ozgina massaj olib, sal havo olaylik organizmda, nima gap so'z ekan deyman. Zalga kelganingizda e'tibor berganmisiz? Hamma joy oyna. O'zini tashqarida oyna yo'q. Men shuncha ko'p gapiraman-da. Hayot o'ziga qaratadi, o'zingizga qarashni esingizdan chiqazdirishga majbur qiladi. Zalga tushganingizda birinchi o'zingizga qaraysiz, hamma yog'ingiz figurangiz nima bo'lib qoldim deysiz, yechinib, razdivalkadan boshlanadi, nima bo'lib qoldi? O'sha o'zingizga qaradingiz-da. O'sha narsani qilmagansiz. Ikkinchi masala o'sha trenajyorni tortib nafas ola olmayapsiz. Meni qani yoshligimdagi futbol o'ynagandagi kuchim deysiz, shijoatim. Ana o'shanda tushunasiz. Hayot qanchalik o'ziga qaratib, o'zingizga qarashni esingizdan chiqarib yuborgan. Men shuna qilib turib sekin psixologik miyasiga kirishga harakat qilaman. Trener degani faqat mashqni o'rgatish kerak deb hisoblamayman. Ya больше, чем trener deydi-yu, trenerdan ko'ra ko'proq bo'lish kerak-da. Har bitta kelgan odam o'ziga yarasha niyat bilan kelgan. Niyatlarimiz bir xil, harakatlarimiz har xil. Sekin-sekin birlashtirishga harakat qilaman. Уровень, temp. Sekin-sekin 1-2 oyda o'zi super setga tayyor bo'ladi, drop setga tayyor bo'ladi, krugovoy setga tayyor bo'ladi. Shunaqa mashqlar bor programmamiz. Bitta nafas olib, miyasi siqib qoladi, charchaydi, mas davay, qayt qiladi, o'ziga keltirib olib chiqib olasiz, keyin rahmat deb ketadi shu odam. Chunki tarbiyalanadi. Haqiqatda mana endi siz ko'proq bodybuilding temasi bo'lgani uchun zalda odam o'zini muammolarini unutadi. Haqiqatda agar trenirovka qilsa, zal aytadi-ku, тренировка qilish boshqa, trenirovkaga borish boshqa deydi. Ya'ni trenirovkaga bora olmay, это не значит то, что aytmaydi-ki, shu sen trenirovka qilsan. Haqiqatda o'sha bo'shliqni to'ldira oladi-da. U faqatgina tashqi ko'rinish, boshqa narsa. Men o'zim ham misol uyda qanaqadir bo'ladi, oila bola chaqa asab buziladimi? Agar imkon topsam shunday chiqaman, bo'pti, kutib tur, hozir asabdaman. Hali gaplashamiz. Ketdim, uy ham tinchiydi. Bor trenirovka qilib, hamma jahlingizni bor, toshga ko'rsatib kelasiz. Dushi trenirovka qilib kelasiz, uje gul bilan kirib kelasiz uyga. Uje ertalab turamiz-ku. Mehribon odamsiz. Ertalab turamiz. Ertalabdan bizning qonun qoidalarimiz bor-da, o'zimizniki. Konstitutsiyadan tashqari o'zimizning qonun qoidalarimiz, hammaga muomala qilishimiz shart. Ovozimizni ko'tarib gapirmasligimiz, o'qrayib qaramasligimiz shart, qo'lni siqib ko'rishmasligimiz shart, baqir-chaqir jinnilik qilmasligimiz shart. Bu uyat hisoblanadi. Bu qonun-a, o'zimizning qonun. Bu inson o'zini qonunida miyasini siquradi, shunaqa. Inson ozgina haligi bilasizmi, yosh bola bilan o'ynasangiz, maza qilasiz, jinnicha qilovlar qilsangiz. Zalga kelib pashti shunaqa narsa qilgan ekan. Bu faqat boshqa уровень. Baqirasiz, to'kilasiz, chaqirasiz, har xil уровень. Kun davomida harakat, допустим, mashinaga rol, ruchkada yozib, so'rash deylik, mana shu diapazonda qolgan bo'lsa, zalda уже har xil diapazonga kirganingizdan keyin o'zingiz manualniy terapiya qilgan bo'lasiz. Massaj qilasiz, organizm sizga sразу ответ beradi. Maza qildim deysiz, chiqazor deysiz. Kimdir so'kadi naushnikda, kimdir yomon ko'radi. Masalan, bitta исследованиеda ko'rdim, xitoyliklar mana shunaqa xona qilib qo'ygan. Kimni yomon ko'rsa, o'shani rasmini zakaz qilib chiqazar ekanda, mikrofon beradi, shu izolyatsionni xona so'kadi, zato o'zida olib qolmaydi. O'shan rasmini qo'yib so'kadi yoki mishokka qilib uradi. Zalda ham takji dardlarini to'kishga harakat qiladi-da ko'pchilik. Endi hamma nakachini bo'lish uchun kelmagan. Kimdir xiyonatdan charchab ketgan deganman, kimdir do'sti uxlatishidan charchagan, kimdir oilaviy muammodan charchagan, har xil muammodan charchagan. Ana o'shani ichiga yutib charchagandan keyin tashqariga chiqazib uchun kelgan. Haqiqatdan zo'r. Ko'pchilik o'zini xotirjamligini ham yoki o'sha sog'lig'ini ham zaldan topsa bo'ladi. Nima uchun bu temani ko'taramiz? Kimlargadir balkim rostdan ham qiziqmasdir, konkretni gapir, davay, ves olish uchun edi deyish mumkin. Lekin
shuni bilib olaylik, mana aytib o'tyaptilarki, zalga kelgan odam faqatgina tanasini o'zgartirish uchun emas, har qatdan nimadir unutish uchun yoki o'zini ruhiy holatini ham to'g'irlash uchun boradi. U kimdir balkim bodybuilding, kimdir MMA, kimdir boksdan qidirar, kimdir вообще qilichbozlikdan qidirar. Lekin mana shu hammasi sport aynan sizni bo'shlig'ingizni to'ldirish uchun eng yaxshi variantlardan, ya'ni to'g'ri yechimlardan biri. To'g'ri yechimlardan biri. Endi o'sha tana vaznini oshirmoqchi bo'lgan bolalarni ham savollariga qaytaylik. Tana vaznini oshirmoqchi bo'lgan bolalarga keladigan bo'lsak, men birinchi navbatda hech qachon настроениясini tushirmaslikni maslahat beraman. Men oldimga ham boshida ozg'in bolalar keladida, "Ahad aka, 10 kilo, 12 kilo olamanmi?" deydi. "No, ko'ngliga tegmaslik uchun boshlayver" deyman. To'g'ri pitaniya bilan именно мышечный massaga yo'naltirilgan sxema bilan 700-800 gram olsa o'sha bola go'sht, haqiqatan toza go'sht qilsa, bu nerealniy natija. Zo'r. Haqiqatda unga уже ves kerak emas. Nimagadir hamma taroziga qiziqadi. Hech kim hech qachon ko'chada yurganingizda necha kilosiz taroziga chiqing demaydi. U chiroyli ekansiz. Tashqariga chiqadi. Da, конечно. Shunaqa bolalarga men gapirgan bo'lardim. 200-300 gram yelkangga mehr ber, 200-300 gram grudga mehr ber, 300-400 gram oyoqqa bo'ldi. O'zgarish uchun albatta вообще kategorически o'zgaradi. Oddiy turgan daraxt olaylik, naqsh bersangiz уже hamma qaraydi. Voy, rosa chiroyli ekan. Просто tak bo'lsa oddiy daraxt deb o'tib ketadi. No, u daraxt necha yillik eman, qalin, vesi og'ir ekan demaydi. Yoniga bitta naqsh qilib qo'ysangiz bo'ldi. O'shaning uchun ham bu bolalarga hech ham настроениясini tushirmaslikni maslahat beraman. Ves olishdan osoni yo'q. Ot ves yo'qotish qiyin. Qanaqa qilib ves olsak bo'ladi, hatto shuni gapirib o'tib keting deydigan bo'lsa, oddiy bir kunga 400-500 gram guruchni yeb, 200-300 gram gurutkani yeb, o'ziga yarasha harakat qilsa bo'ldi, o'sib ketaveradi ves. Nimagadir sehrli narsani o'ylab topaveradi. Mana ikkinchi bosqichga o'tdik-da уже ko'pchilik tushunib oldi уже. Mana qarang, sport pitaniyachini yomon ko'rib qoladi degandim-ku. Ikkinchi bosqichdan o'tgan juda ko'p odamlar keldi. Men уже dieta qilib 10-15 kilo tashladim, ozgina quvvatim. Молодец dedim. Значит, endi sport pitaniyani kerakli joyiga yetib keldingiz dedim. Vitamin yo'qotdingiz dedim. Qanaqa tiklayman? Bo'ldi, vitamin D3 olasiz, sink olasiz. Уже ozish prosessi sekinlashdim. Da, CLA olasiz, yuhimbin olasiz. Marhamat. Endi tushundingizmi ma'nosini deyman. Ha, endi tushundim. Bo'ldi, yomon ko'rmanglar hech kimni deyman. Nimagadir keyin ko'pchilik trener mo'jiza yaratadi. Trener hech qanaqa mo'jiza. Qani endi mo'jiza yarata olganimda. Faqat to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Faqat metod ko'rsatiladi, bo'ldi. Mo'jizani o'zi Xudo sababchi qilgan, o'zi yaratadi o'sha bola, o'zi yaraladi. Har safar do'yi posli 2 oyda bir rasm qilib ko'rinadi. Ves olish oddiy o'sha grechkani bosib yeydi. Faqat keyin uni yana yo'qotishga harakat qiladi. Ves olmasin, mishishning massa olsin, bo'ldi. 1 yilda 1.5 kilo o'zgarsin. Haqiqatan xuddi shu aytgan muammoingiz ko'pchilikda ko'p. Xo'p, ishib ketadi-da. Ya'ni boshida maqsad tana vaznini oshirish bo'ladi. Kerak emas vaznni ham olib olishadi, keyin o'sha yo'qotishga o'tishadi. Yuzim ishib ketdi deydi. Ves tarozida ves bosadigan joylar tizzadan tepasidan to ko'krakgacha bo'lgan joyda ves oladi. Bu juda ham xunuk joy. Undan ko'rasiz bu joyga umuman 5-6 kilo bergandan ko'ra ko'krakdan tepasiga 1 kilo, ozgina oyoqlariga bersin 1 kilo. Всё. Oddiy. O'zi mana haqiqatan to'g'ri ovqatlanish qildi, birinchi bosqichdan o'tdi siz aytgandek, ya'ni o'zi to'g'ri ovqatlanish, guruch, grechka yokida o'sha nonli mahsulot, ortiqcha kerak emas ves bermaydigan mahsulotlar yetarlicha tana vaznini oshirdi-da. Idalishi yana vesimni oshiraman deyapti. Qanaqa sport pitaniya misol gainer olsa bo'ladi? Действительно ishlaydiganida. Gainer oladi. Gainer. Mana bir xillari go'sht yeya olmaydi-da. Kreatin nimaga ichmaysiz deydi. Men 1 kilo 200 gacha go'sht yeya olaman, usvoyeniyasini bilaman o'zim. U bolalar tushuna olmaydi, usvoyeniyasini nima yeyish kerak, nima yemaydi. Ular vot kreatin olsa bo'ladi. No, kreatinni o'ziga ishonib qolganda nimaga o'zgarmadim deydi. Допустим, olaylik misol uchun 300 gram go'sht yozib bergan bo'lsa, bir kunga obrazno говоря, 200 gramdan ko'pini yeya olmadim desa, da 2-3 porsiya kreatin bilan go'sht miqdorini yopdi deylik. Trener unga 700 gram guruch yoki grechka yozib berdi, 200 gramdan ko'p yeya olmadim desa, qolganini gainer bilan yopadi. Bo'ldi. Mana shunaqa qilib turib yopib ketaveradi.
Mana shu joyda mana hozir aytib o'tdilar, lekin buni anglab olish kerakmi? Bir xil endi baribir yangi kirib kelayotganlar. Shu joyda uje tushunib olsak bo'ladiki, hozir haqida ketyaptilar. Qo'shimcha sifatida geyner. U bir xil o'ylarkanda, Fakt ovqatni o'rniga ham, ovqatni o'rniga ham geyner ichaman deb o'shaning uchun hazillarim bordi, do'stim. Geyner oldim, nimaga o'zgarmadim, yana oldim, nima qilay dedi. Ichur, idishiga narsa solib qo'yasan dedi. Chunki u tushunmayapti-da. Bosqichma-bosqich menga to'g'ri savol beradigan auditoriyamda juda ham kam bolalar. Qanaqa masalan, Ahad aka, men shuncha kilokaloriyadan shunchaman. Bu porsiyani qo'shimcha qilsa menga qanaqa desa, o'z zo'r, mana o'sha bazasi bor bola bilan gaplashdim deysiz. Uni funksiyasi nimaligini tushunmayapti-da. Hamma ishonchni unga bergan. O'shaning uchun shunaqa bolalarga ham gapiradim. Hech nimadan umidvor bo'lma, do'stim. Umidlanma. Umidvor bo'lma. Ayniqsa umidlaringni ustidan kulma. Umidini ustidan kulish bu bir nimani ichib o'zgarib qoldim deyish. Unaqa narsa hali yaralmagan. Faqat umidvor bo'lish kerak. Xudoyim travma berma, zo'r ishlayman. Mana shu narsalarni ichishi nimaligini tushunib yetaman deb. Bo'ldi, o'shanda umidvor bo'lish kerak bo'ldi. Bizda bolalar umidvor bo'lib qolganda, rezultatda o'sha boy aytganimizdek, nimadir narsa, aniq o'ylashadi, sekret bor. Sekret bor. Bu, короче, hammada ishlar, kimdir esa bu geyner deyapti, protein deyapti, kreatin deyapti. Yana mana hozir shu joyda mana aytib o'tib ketish menimcha kerak bo'lsa kerak. So'radim-ma, kecha so'radim, ertaga Ahad aka keladi, xudo xohlasa, sizlarning savolinglar bo'lsa, orasidan yaxshilarini beraman deb. Lekin nimagadir savollarning ichida, sizga berilgan savollar ichida ko'p birinchi kursga nima qiling deb so'rayapti-da. Ximiyami? Sirrazu ximiya. Endi bu yerda shunaqa ko'p, juda ham ko'p. Undan tashqari ximiya qilib gormonni buzganlar ham ko'p. Keling, ximiyaga birinchi to'xtalib o'tib ketaylik, hammaga tushunadigan tilda. Ximiya qachon qilinadi, qachon doktor назначить qiladi. Qachonki o'zingizni testosteroningiz ishlashi juda pasayib ketgan taqdirda уже невозможно hisoblaydi ko'tarishni. Ana o'shanda shunda ham sumarniya doza deyiladi. Haligi me'yorida doza qilib beradi. Misol uchun amnadren 10 kunda bir marta deylik, aptekada sotiladigan. No yosh 18 bolaliklar, 18 yoshli bolaliklarda testosteroni bolagi baland bolalarda, 18 yoshli yigitlar testosteron juda baland. Amnadren haftada 2-3 ta yozib bergan trenerlar 750 testosteron qilganda, yana trenbolon, tritren, вообще перебор sanga nimaga bunaqa yozib berdingmi? Bu kimdir farzandi u ham o'sha. Bu ximiya birinchi kursda nima qilish kerak degan odamlarga men sразу tushuncha berib o'tib ketardim. Naturalniy o'zingizlarda figuralaringni idealniy tarzga yetib keladi. Naturalniy уже organizm уже kuchi yetmaydi boshqa o'zgarishga. Undan keyin ximiyaga qadam qo'ysak bo'ladi. Жиросжигатель qachon ichiladi? O'zingizni jiringizni naturalniy полностью eritib bo'lasiz. Organizmda kuchi yetmaydi. Уже alfa, beta, jir hamma narsangizni eritib bo'ldingiz, уже kuchi yetmayapti. No siz shunaqangi уровень xohlaysiz, chotki yana ozaman erishim kerak. Unda уже yordamga keladi жиросжигатель. Также gormon rosti ham. Ximiya ham xuddi shunaqa. Уже naturalniy qilib bo'ldingiz, hamma hayron sizga, zo'r figura qilding. Yana harakat qilib ko'rdingiz, 50 kiloni ham 60 kiloni ham gantelni ko'tarib o'smayapsiz, undan keyin ximiya yetib keladi. Chunki o'sha sizda ham vasanaviy o'ylab ko'rsa bo'ladi o'sha. Ximiya muskul chiqazmaydi, o'shani ham gapirib o'tib ketsam, u muskul chiqazmaydi, u просто восстановление jarayonini tezlashtirib beradi, bo'ldi. Shu haqida mana biz ham endi savdodamiz deymiz. Men sportivniy pitание do'konida faoliyat, sportivniy pitание yo'nalishida faoliyat yuritamiz. Steroid. Men o'zi sotmayman steroid. Zo'r pul qoladi aka. Haqiqatan cho'tki pul qoladi. Kichkina, ya'ni protsent katta. Misol uchun sport bitdan 10% qolsa, undan 50% qoladi. Eng kamida. Nega sotmaysiz? Deydi. Nimaga? Kechirasiz. Ya bering menga, sotmasangiz sotadigan qancha odam bor deydi. Keyin men aytaman. Bizning prinsiplarga to'g'ri kelmaydi. Maylindami? Haqiqatan zo'r trenerga borgan, o'zi maslahatini qiladi. Men maslahat qilib bera olmayman. Men balkim o'zim uchun bilarman, o'zimning organizmim uchun nima qilish mumkinligini o'zim uchun bilarman. Senga tuz bera olmayman. Uning uchun men kamida 100 ta odamni, mana siz o'tgan safar aytdingiz, yig'ib qo'yganman. Bolalarni polni topshirgan analizlarni. Mana shu narsa bu opit bor, odam o'zini opiti o'zi uchun ishlaydi. Sizniki misol 100 xilmi, necha 200 xilmi odamnikini ko'rganmisiz? Primerni odamlarning turini bilasiz. O'sha qaysi birida qanaqa ishlaydi, boshqa narsa.
Keyin men ularga tushuntiraman. Ximiya qilishing uchun mana diyetali, mana rejim, kechqurun vaqtda uxlaysan, asabiylashmaysan, polni belok, jir, uglevod, kletchatka hamma. Shuni aytsam, yoki menga hali vaqtli ekan deydi-da, o'zi aynib ketadi-da. Siz aytdingiz-ku, o'zi naturalniy pikiga chiqqandan keyin o'ylab ko'rsa bo'l. O'zi naturalniy pikiga chiqqan bolachi o'zi bilib bo'ladi-da, shu o'ringa chiqquncha. Конечно, u hech qachon uni savol ham bermaydi. U o'zi tushunadi. Men bu savolni sizga berishimdan sabab haqiqatan bu novichok bolanikida, hali o'zini правильный питание tugul, sportivniy питаниeni ham misol pikiga chiqmaganda hali. Shunaqa, hali uni nimaligini tushunmaydi. Sразу ximiya. Mana o'sha bolaga aka, mana qisqa qilib bitta aytsa shortga ham qo'yib yuboramiz, sразу Instagramga mana Ximiyani eng qiyin jarayoni kirishidan ko'ra chiqishi. Chiqishiga fiziskidan tashqari moralni tayyor bo'lish kerak. Moralni tayyor bo'lish kerak degan nima degani? Ximiya kiradi, haqiqatan zo'r. Tushungan odam ham, tushunmagan odam ham mazza qiladi. Asaloyiga kirdingmi deb prikol qilib qo'yaman. Mazza qiladi, tushungan odam tushunmagan. Lekin tugagandan keyin hamma narsasi to'xtaydi. Libido, ereksiya, silovaya nagruskalarda уже bo'ysundirish, настроение 0, yumshoq bo'lib qo'ygan. Ana o'sha protsessiga tayyor bo'lish kerak odam. Bitta ximiya kurs qiladigan bo'lsa, bitta bola gap yo'q, mishishni massa yig'di deylik 2 kilo, 3 kilo. O'shani hachabi 500 grammini ushlab qolsa yutug'i zo'r. Haqiqatan zo'r. Уже уровеньda. Lekin qayta kirib, yana 0 ga qayta kirib 0 ga qaytaversa, u уже charchaydi. O'zi charchab qoladi. PKT degan narsa bor. После kursovaya terapiya, ya'ni kursdan keyingi tiklanish jarayoni. Birinchi o'sha narsani o'rganishini maslahat berardim. Agar chempionatga qatnashsa shunday ham. Chempionatga qatnashmasa вообще kerak yo'q, o'zini лучший versiyasini yaratsin, o'zini chempion, haligi o'zini dunyosida chempioncha bo'lsin, bo'ldi u bola. Bizni yaxshi ko'rganlarimizga biz unaqa nakachini bo'lib ketishimiz kerak emas. O'zimizni chiroyli urovingimizga chiqsak bo'ldi, yana ham ko'proq sevishaveradi. Shu joyda men o'zi sizni Instagram'ingizdagi videoyingizni ko'rdim yoki primoyda ko'rdim. Aytdingizki, men ana katta harakatdan formasi zo'r bo'lgan bolalarni ko'rishganda aytishadiki, bu ximik sразу. Kim aytadi bu gapni? Ximiklarni o'zi aytadi. Nima uchun? Chunki alamzada bo'ladi. Unda unaqa rezultat bo'lmadi. O'shanda aytib o'tdingizki, meni o'zim ham paytida shunaqa bo'lganman. Shunaqa o'ylaganman. Men ham ximiya noto'g'ri kurs qilganman. Bu menimcha men agar 500 haftasiga qilgan bo'lsam, bu значит 5000 qilganda degan xayol o'tadi-da. Na samom деле unaqa emas. Marhamat, mana mustaqil mamlakatda mustaqil farzandlari уже, по-моему, 30% sportdagi bolalar qilib ko'rdi. Bu nima ekan? Tushundingmi desam, ishimi ekan aka, bo'ldi, orqaga qaytib ketdi. Unda emasmikan gap deyman. Даже o'shalarning ham ko'pchiligining xayolida biz yil 12 oy kurs qilamiz, boshqa narsa qilamiz. Yo'q, bizda plyajniy sezon yo'q, basseynniy sezon bor. Yozda qilish kerak bo'ldi, sushka. Organizm sushkada qiynaladi. Massa nabor juda lehko. Yeyish kerak bo'ldi, yeya olmaydi. Ko'pchilik yeya olmaydi. Bu ko'p yedim degani bu obedda gulyash, ertalab 4 ta tuxum, kechqurun 1 kosa mastava emas. Ko'p yedim degani bu 700 gram guruch bilan 1 kilo grudka, yana o'zini sxemalari, o'zini proteinlarini ichib yeb tugatsa, 10 kunda уже seziladi u. Hayot ko'ziga qorong'u bo'lib ketadi uncha ovqat yesa. Uni hali hazm bo'lishini ham hisobini olish kerak. Ko'p yedim, hech semirmayman, yo'q. Вот sushka haqiqatan qiyin. Organizmni qaysidir periodida organizm o'zini o'zi quritolmaydi. Ana undan keyin ximiya yordamga keladi. Agar dastoyni ishlasa shunday ham. Ximiya sizdan shunaqa narsa, nimani qilsangiz bo'rtirib tashlaydi. Noto'g'ri yashasiz, noto'g'ri qilib tashlaydi-yu. Bo'ldi, значит, sushka paytingiz keldi, sxema tuziladi, shuncha suvdan pastga qarab tushiladi, bu preparatlar ulanadi, tayyor bo'ladi atlet. U butun umrga qolib ketmaydi. Sushkada har doim yurib bo'lmaydi. Bitta formani ko'rib oladi, primerni tushunib oldi, sistemani, endi mustaqilsan, keyingi safar adashma deysiz. Shu joyda mana yoshlarga yoki endi ximiya qilmoqchi bo'lgan bolalar o'rnak bo'lish uchun yaqinlashmasin. O'zingizda mana bo'lgan xatoingiz bor-ku. Конечно, o'shani bitta eslatib o'ting, ko'rmaganlar bor. Men 20 Akbar degan ukam kakras ko'rib tursa, Akbar eslaydi, biladi ham. Akbar akadan kommentariy kutamiz. Akbar biladi. Birinchi marta adashmasam 25 yoshimda haqiqatan ko'rganman. Turinabol
ZPH firmaniki Turinabol, nima u Trinbalon, nima bu deb so'raganman Akbardan. Mashinasini ochganda aka aytdi chuda degan. Keyin bitta qilib ko'rdim chuda degani haqiqatan uni noto'g'ri qilsa yomon ekan. Mazani qochirib tashladi вообще. Yo'q. Keyin yana bitta adashib qilib ko'rasiz-ku, buni keyin sistemasini o'rganish boshladi. Nima bu? Chris Bumsteadning gapi bor-ku, minimalizm dozadan maksimalni pulza oladi. Bizda maksimalni dozadan minimalni pulza ham yo'q. Ha, endi boshqa. Kasal bo'lib doktorga boradi. Teskari. Dozirovkada mana sizga tushuntirib o'tib ketaman. Ximiyani shunaqangi kirib kelish kerak, organizm o'zimniki ko'tarilishni boshladi deb o'ylash kerak. Misol uchun kimdir keladi trener, bir dushanba payshanba urasan deydi. Unaqa urmaysiz. 0-3-0-2 dan qilib keladi deylik, уже professional o'yinga. Organizm o'ylaydi o'zimniki ko'tarilib bo'ldi. Agar birdan bir qilib turasiz-ku, sintetika ichingizga kirgandan keyin sразу защитный reaksiyani yoqib temperatura berib tashlaydi. Qabul qilmaydi, keyingi ukolizni ham qabul qilmaydi. Chunki bo'ldi, organizm shokka tushib qoldi. Лучше summarная doza, ya'ni taxlangan, o'zini sxemasida kechqurun, kunduzi 4 kun, 3 kun siklga bo'lib chiqasizda, keyin olib kirasiz odamni. Keyin уже ximiya qilganingizdan keyin ALT, AST-siga bilirubiniga ziyon qilmaydigan, gematokrit, gemoglobinlarga ziyon qilmaydigan qilib turib qarab turasiz. Referensdan ozgina ko'tarilib ketsa, уже kontrol qilasiz jenskiy gormonlarni. Bir xillari referensdan 3-4 barobar testosteron 100-150 bo'lib ketgan, jenskiy gormonga qaramagan, badaniga narsa toshib ketgan, ishib ketgan bechara qiynaldi organizm. U gapirishni bilmaydi-yu. O'sha paytda o'shanaqa sikllarni to'g'ri tushunadigan odam bilan maslahatlashib qilsam marhamat. Shu joyga kommentariy berib ketaymi, meni bizani tomosha qilayotgan bolalarga berib o'tib ketaman. Hozir mana sikllarni hammasini aytib berdilar. Mana shunaqa ketma-ketlikda ko'tarilish kerak deb o'zingizlarcha o'z boshimchalik qilish kerak emas. Mana ba'zi bir bolalar bor-da, mana internetdan qaysidir misol, men bir ko'rib qoldim. Arnold Schwarzenegger mana bunaqa dozirovkada bunaqa narsa qilgan ekan, davay mana o'shani sxemasida qilaman. Uzr kechirasiz. Arnold Schwarzenegger o'zini organizmidan kelib chiqib qilgan. O'shaning uchun sizlarga doktor kerak yoki o'shaning uchun opitniy trener kerak. Chunki sizni holatingizdan kelib chiqib o'zgaradigan joylar ko'p. O'shani bilmasdan qilib tashamanglar, faqat mana shu eshitib olib, turna bo'ldi dedilar, tren balon dedilar, mana ximiyani aytdilar deb qilib tashab bo'lmaydi. Ko'pincha yoshlar esinglardan chiqazmanglar. Tabletированный narsa ichishga harakat qilasizlar, u kundan qo'rqib, jigari charchatadi. Undan tashqari tren balon degan so'zni eshitdinglarmi, yaqinlashmanglar. Deka degan so'zni eshitdinglarmi, yaqinlashmanglar. Lёгкий kursi 27-30 dan keyin tushunadigan inson bilan maslahatlashinglar. Tushunadigan deganda iloji boricha doktorga qonni, jigarni ko'rsatib, qilib yurgan, vystupать qilgan, qatnashgan bolada qildiringlar. Doktor uni kitobda o'qigan bo'lishi mumkin, lekin amaliyotda bo'lmaydi. Amaliyotida bor bola biladi o'zi qaysi joyda nima og'ritadi, qaysi doza ishlaydi, qaysi joyda. Keyin sushka deganda o'ylamanglar bu birdan bo'lib qoladi deb turib. Masalan, men onlayn gruppamda shu bugun bitta savol kelibdi-da, yoshroq yigit ekan. Men sizni onlayn gruppangizdan pulni ko'rmadim, o'zgarmadim. Ukamlar hayron bo'ldim. Hech qachon eshitmaganman-da bunaqa komment. Necha oy bo'ldi sizga ukajonim desam, 4 kun bo'ldi deydi. Keyin gruppamga sразу video qildim. 8 oydan beri ezilib, terlab ishlab turgan bolalar bir nima deylar bu bolakayga dedim. 4 kun Ukam 4 kunda sochingni olib tasang o'smaydi, muskuling o'sadimi dedim. Fakti 4 kun. Qarang buni fikri qayerda. Bu 4 kunda xayolida muskul chiqib qoladi deb oldimga kelganda va itog meni yomon ko'rib qoldi. O'sha narsani shakllantirmaganda miyasida, o'qimagan, izlanmagan, tup oldimga kelgan. Bo'ldi, kartangni tashlab, men pulingni qaytarib tashlab beraman. Bu bola bo'lib psixически уже sinib bo'ldi, keyin tushunadi 10 yildan keyin. Bodybuilding sport turini nimaga yaxshi ko'raman bilasizmi? Bu sportda har doim hamma sportsmen oxirida kirib keladi zalga bor, bilasizmi? Yoshi o'tib pensioner bo'lganda, veteran bo'lgandan keyin sog'inib keladi. Ha, конечно, sog'inib keladi, izor. Hozir qilmayotgan odamlarga baribir gapirib o'tib ketardim. Baribir kelasizlar zalga yosh o'tgandan keyin, chunki doktor shotga jo'natadi. Faqat unda maqsadimiz boshqacha bo'ladi. Hozir kelsanglar, ham sog'lom, ham chiroyli bo'lamiz. Qaragandan keyin shunchaki sog'lom bo'lishga kelamiz. Chunki chiroyli bo'lish imkoniyatimiz уже 0. Qaytib olishga harakat qilamiz. Конечно. Juda ham to'g'ri gaplardan bo'tdi. O'zi bu joyni mali kesib tashlaymiz-ku.
oxirgi bir hafta o'zim gripp bo'lib yurdim deb o'yladimda. Keyin oxirgi 2 kun yomon to'kilib qoldim. Akasi Covidga o'xshagan narsa bo'lmadi, juda olam bo'ldimi? Va shu fikrlarni buzib olar ekan. Da, Fikr jamlash qiyin bo'ladi. конечно. Va shu Fikrlarimizda biz organizmimiz shunaqa zo'riqadi, CNS zo'riqtiramiz. Har kuni o'ylaymiz, har kuni o'ylayveramiz. Meni shu zal protsessida men hech nima o'ylamayman. Sizni bilmadim shunaqa. Yo'q. Keyin bizni ko'pchilik komment qiladi, ximiya, boshqa narsa, bunaqa bo'lib ketaman. Mana уже tur boshladik-da, Samarqand, Buxoro, kecha Namanganga borib kelganimizda ham primerno trenirovkamizni ko'rib, ular tasavvur qila olmaganda. Bu ob'yomni trenirovkasini ular endi ko'rishimiz dedi. Bunaqa ob'yomda trenirovkani endi ko'rishimiz dedi. Buni tagida mehnat yashirilgan. Ximiyami? Marhamat deyman. Demokratik mamlakatda ozod farzandsan. Xohlaganingni olib qilaver aptekadan. Amnodren, testosteron, propianat, garmo xohlaganingni qilaver deyman. Baribir oldimga kelasan, o'zgarmaysan deyman. Chunki bilaman uni, u unaqa mehnat qilmaydi. Unaqa mehnat qiladigan odam mendan so'ramasdi. O'zi biladi, o'sha ritmda, o'sha temada, tempda. Shu joyda esim uchib qoldi. Как раз zo'r temani ochdingiz, ya'ni tur qilayotganingiz. Hozirgacha nechta anaqada bo'ldingiz? 3 ta viloyatda bo'ldik. Endi 4-inchisi Buxoroda, Samarqandda, Namanganda, endi Andijon, keyin Farg'ona kutib turibdi, Navoiyni bolalari. Xullas 12 ta viloyatda aylanib, primerni do'stona ko'rsatib tushuntirmoqchiman-da, qayerda xato bo'ladi, nima qilish kerak. Mana malaka oshirish degan narsa hamma narsada bor-da. Bu yerda kirib turib urovini baland trenirovkani ko'rgandan keyin bolalarda sraz dunyo qarashi o'zgaradi. Demak, o'zimni ustimda ishlash, o'zgartirishim kerak, hech qanaqa mo'jiza yo'q deydi. Ungacha mo'jiza sport pitaniyada deb o'ylaydi, olib ichib ko'radi, sizlar yomonsilar, keyin ikkinchi sport pitaniyachini ham oladi, keyin uchinchisi ham yomon, xullas ketdi psixически, bo'ldi, ketdi bu yo'q bir-biriga ular. Ahad Xudoyorov o'zini mana viloyatlarga boramiz dosku. Ahad Xudoyorovni mehmonga chaqirish nech pul? Yo'q, men hech qachon pul olmaganman. Kecha Namanganga borganda ham, boshqa qilganda ham pul deb o'ylashgan ekan. Men hech qachon bu narsaga pul emas. Menga nimasi qiziq? O'sha yerdagi insonlar bilan onlayn tanishgan bo'lsak, offlayn ko'rishib, aka-uka bo'lib, imенно shu viloyatda eng yaxshi joylarni ko'rib, kontentimga qo'yib, ko'rsatib ketish menga juda qiziq. Tarixiy joylarni ko'rib, tarixiy ovqatlarni ko'rib, o'sha insonlarning ko'ziga qarashim, samimiy, qanaqa gaplashib, tajriba almashib, havosini almashtirib, o'sha narsasi menga qiziq. Boshqa narsasi qiziq emas. Tashkiliy ishni tartibini chiroyli qilib bersa, bo'ldi. Keldik, zalni tayyorladi, aka-ukalar bilan ketdik, birganimiz. Men oladigan kayfim bilganimni o'rgatib kelsam bo'ldi. O'sha yerda aka-uka orttirib kelsam, men mazza qilaman. Ertaga o'sha joyga borsam, meni aka-ukalarim ko'p. Demak, yaxshi muomala, albatta, maqsadli chaqirish, organizatsionniy hammasini tashkil qilish, yaxshi tashkillashtirilgan bo'lsa, xuddi shuni. Sizni planlaringizga to'g'ri kelsa, demak, borasiz, xudo xohlasa. 100%. O'zi ko'pchilikning fikri bor-da, men oxirgi YouTube ga qo'ygan videomizdan keyin ko'pchilik menga aytdiki, действительно o'z mahallada yaqin bolalar aytdi. Og'ayni buni men вообще anaqa deb o'yladim. Gaplashib bo'lmaydigan odam deb o'yladim. Вообще kibrli bo'lsa kerak deb o'yladim. Men ham gaplashdi, unaqa odam emas. Qara, sen videoni ko'ryapti, har qayerdan o'zimizga o'xshagan jaydari bola ekan-ku deyapti-da. Kechagina shunaqa edim. Hammaga o'xshab yaxshi niyatlarga ko'milib yurardim-da men ham. Bugun mana Xudoga haligi behisob shukr, Xudo erkagiga omad beraman desa, ko'madi-da hamma narsaga. Men boylikka ko'mgani uchun rahmat demayman. E'tiborga, nazarga, menga darim shuncha aka-uka berganiga shukrda. Masalan, hozir o'zingiz gapirib turibsiz, sizning mahalla doshlaringiz menga aka-uka bo'lib qoldi-da. Men ko'rganimda ko'cha-kuyda o'zi so'rashadi, men mazza qilaman mehnatlarimga, menga motivatsiya beradi-da. Motivatsiya beradi. Men ham xuddi hammaga o'xshab turib harakat qilganman, nimagadir erishishim kerak, nimagadir maqsadlarimiz bir xil, harakatlarimiz har xil deyman-da. Harakatlarimiz har xil bo'lgandan keyin natija ham har xil bo'ladi. Natijani ham ahamiyati yo'q. Самый главный to'xtab qolmasak bo'ldi. Просто to'xtab qolmaymiz bo'ldi. Kibrga keladigan bo'lsak, kibr bandasiga emas. O'shada tashqi ko'rinishdan shunaqa deb o'ylashar ekan. Tashqi naborot zo'r, mana shu tashqi ko'rinishga ham bitta motivatsionniy gap gapirgan bo'lardim. Har doim ko'p gapiraman shogirdlarimga hamda. So'z bilan ustingdan kulib tashagan dushmanlaringga, senga ishonmaganlarga
so'zsiz javob qaytardim. O'zingni ustingda shunaqa ishlagin, so'zsiz kimligingni gapirib qo'yasan. Bo'ldi. Puskay seni kibr deb o'ylasin, manman deb o'ylasin, tashqi ko'rinishingni o'zi gapirib turadi deyman. Stop beradi любой joyda. Da zo'r kiyin, zo'r o'zingni ustingda ishla, toza ovqat ye. Любой so'z bilan kulganlarga so'zsiz javob berasan deyman. So'z bilan tortishib o'tirma. Shunchaki o'zi haqiqatdan o'zi uruvinda bo'lgan odam, ani uruvin deganda ani pul, boylik temas emas, ani hamma narsasini papolichkum shotga qilib qo'ygan. Allohning berganiga o'zi kifoya qilib hamma narsasi zo'r ketayotgan odam mayda-chuyda gapga e'tibor qilmaydi. E'tibor qilmagani yutug'i-da. Конечно. Negativlarga ham ko'p e'tibor beraman-da, komment yozadi-yu. Men hech qachon успешный odamni negativda ko'rmaganman. Uni vaqti yo'q. Yo o'tkazib yuboradi, yo umuman ko'rmaydi yoki omad tilab ketadi. Chunki u ham shu yo'lda-da, rivojlanish yo'lida. Uni vaqti yo'q. Profiliga kirib qarayman, haqiqatdan ishlar orqaga qaytib ketgan, endi yurish turishidan bilasiz-ku, juda ham ana ishi endi past balanti yo'q, uni juda ham ana tamom bo'lgan insonlarda, o'sha rasmlardan ham ajratib olasiz-ku turmush tarzini. O'shalar shunaqa negativ yozadi, keyin tushundim. Xudo bizni niyatga qarab ichimizdan ko'rar ekanda. Ichimizdan niyatimizga qarab berar ekan. Mana oke, bolalar bordi. Har qayerda hayotda ozgina qiyinchiligida sinib qolyapti. Prям bo'ldi, to'xtab qoladi, o'zi maqsad topa olmaydi-da. Mayli, o'shana orasida balkim sizga yoki bizga ham negativ yozadigan bolalar bor. Balkim sinib qolgandan yozgandir yoki mana sizga mana negativ yozayotgan bolalar. To'g'ri, odam u bor, ich-ichidan yoqtirmaydi, o'zini shaxsan tanimasa ham-da, chunki biladi u odam o'zi tomon bo'lgan. O'sha bola kelib turib, Ahad aka, mana shu kommentariy meniki edi aka. Men shu bola bo'laman. Ya'ni boshdan aytaylik, что videoga sig'sin-da. Ahad aka, mana shu negativ meniki edi aka. To'g'risi, ich-ichimda o'zim yetisha olmagan narsamni sizda ko'rganim uchun hasad qiluvdim. Aka, sizniki bo'lishiga yordam bering desa, aka, olasizmi yoningizga? So'zsiz. Chunki u eng sodiq do'stlardan bittasi bo'lib qoladi-da. Chunki u menga nisbatan yomon ko'rish his-tuyg'usini o'tkazib bo'ldi. Bu narsa unga hech qanaqa manfaat bermadi, naborot vijdoni qiynaldi. Keyingi safar meni hech qachon yomon ko'rmaydi. Sodiq do'stlarimdan bo'ladi. Balkim yaxshi gapirgan bola keyinchalik yomon ko'rish his-tuyg'usini his qilishi mumkin, lekin u his qilmaydi, chunki bu noto'g'riligini tushunadi. Uruvindan o'tib bo'ldi. Uruvindan o'tib bo'ldi. Bunaqa kelish hammaga emas-da. Albatta. Mana shu negativ yozadiganlar bor. Kuzataman-da. Sizga yani ko'proqchi, onlaynda yozadi deb hozir uspet qila olmaydi deydi-da. Yozib o'tib ketishadi. Любой joydan kamchilik topishadi-da. Kamchilikda beayb faqat Parvardigor deydi. Savollar bor edi-da. Savollar, qisqa savollar orasida noto'g'ri savollarni ham berib ketaman, чтобы o'sha noto'g'ri savollar kelajakda yana повтор bo'lmasligi uchun. Hop, o'sha savollarni men kecha o'zimizda kanalda istoriyaga bolalar tashlashuvdi. Bir chekkadan bersa bo'ladiganlarini aytib o'tamiz, xudo xohlasa. Hop, dieta haqida gapirdik. Instagramda oka sizga savol kelgan ekan. Rafa 3123 okajondan kelgan ekan. Sarim haqidagi fikrlarini so'rang deyishdi. Sarim arosatdagi narsa hisoblayman. Ximiya bilan sport pitni o'rtasidagi narsa. Undan ko'ra ximiya qilsa zarar kamroq. Tushuntira oldimmi? Chunki sarim hammasi oralniy preparatlar. Oralniy. Bu через печень o'tadi. Bechora pechin нормально страдать qiladi. Лучше yo ximiya ukolni yoki просто sport pitni maslahat beraman. O'zimga keladigan bo'lsa, hech qachon sarimni ushlab ham ko'rmaganman, ichib ham ko'rmaganman. Demak, sarim bu mastava ham emas, osh ham emas, sho'la. Xuddi shunday. Achigan sho'la yaxshi ovqat. Sho'laga lekin menda pretenziya yo'q. Xo'p, ro'zadagi ovqatlanish haqida aytib o'tdingiz. Voy, cho'tki savol aka. Amirxon 7001 Instagramda Ahad Xudoyorov o'zini shaxsiy zallarini ochish niyatlari bormi? Yo'q, kelajakda bor, lekin hozircha yo'q. Qachon ochaman? Bizni mentalitet, xalq, hamma narsasi, hamma shu полностью уже tushunishi boshlaganda ochsam bo'ladi. Ungacha tushunisha olmaydim. Aksiya qilib charchab ketaman. Ovqatxona ochsangiz, klinika ochsangiz, o'ylanmasangiz ham bo'ladi. Hamma o'chirib tushadi. Yonmay ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shundoq bo'kib yeb, shundoq kirib ketiladi. To'g'ri, hozir xudo xohlasa protsessdamiz. O'zim ham biz YouTube kanalini ochganimizda hamchi
nima maqsadda ochilgan, hammaga bitta narsani tushuntirib charchab ochganmiz-da. Чтобы oka protein zararmi desa, mana videoni ko'rib oling. Iltimos keling do'stim, mana videoni ko'ring. Anaqa televizor ham qo'yib qo'ymoqchimiz, xudo xolasa. Xo'p, sarimlar haqida mana bu savolni berdim. Pirniyazov degani bergan ekan o'zi, steroid haqida aytib o'tdingiz. Tak, sarimlarni atmay qilganingiz uchun sarimlar haqidagi savollarni beramiz. Mana cho'tki savoli bor. Bahromov Xushnud bu akani savollarini o'qidim, lekin javob bera olmadim. Ahad aka bilan intervyuni tomosha qilishga borsak bo'ladimi deyishdi. Bo'lardi. Ahad aka ochiq odam, lekin hozirgi bizni video syomka qilayotgan studiyamiz sal kichkinaroq. Xudo xolasa katta joyga o'tganmiz, inshaalloh joy qilib chaqiramiz. Bizga qaytangiz zo'r, kimdir o'rganib tursa. Zo'r gap. Ayam Hasan Ali. Bo'yi past bolalar uchun ko'ngildan maslahat. Gendi уже past boshqacha o'smaydigan bolalar uchun zrost bo'ldi. Zona rost. Sal noto'g'ri. Zona rost degan narsa bor, qo'lini ringga qilar ekan. Bu narsa biz paytimizda hech eshitmaganmiz. Umidlanma ukam. Gormon rosti bo'yingni o'stiradi desa ishonma. Undan ko'rasi o'sha pulga grutka, guruch, grechka, protein, arginin olsa ma'noliroq. Bo'yim o'smadi deb turib ko'nglingga olma. Aqling uzun bo'lsin, do'sti birodaring oldida bo'lib turadi. Bo'ying uzun bo'lib, aqling kalta bo'lsa, ma'nosiz muskuling ham kerak yo'q. Chiroyli figura qilsang, seni yaxshi ko'rganlar bo'ying uchun yaxshi ko'rmaydi. O'zingni ustingda bemalol ishlayver. Hech qanaqa o'stiradigan, mukammal qilib qo'yadigan narsa hali yaralmagan. Hali beri yaralmagan. Agar yaralsa boyib ketamiz, xudo xolasa chiqib. Miller bo'lib ketadi. Mana so'rashadi, "Aka, bo'y uchun vitamin bormi?" Yo'q. Qaniydi bo'lganda? Yo'q, absolutno yo'q. Qaniydi bo'lgan. Men bitta savol bor ekanda. Savol emas. Xullas, so'rashgan. Zo'r motivatsiya berib ketishingiz kerak bo'ladi. O'zlarining savollarini polni o'qib beraman. Savol endi bo'lgan, zalga chiqish yoki o'zini ustida ishlash uchun bitta zo'r sabab keltirib berishingiz kerak bo'lar ekan. Furqatbek Abzorchik degan akam akanlar, yoshlarga motivatsiya bering. Xorazmdan Furqat ashaddiy muxlisingiz, baxtli bo'ling deb qo'yibdilar. Rahmat. Yoshlarga motivatsiyami? Bor yo'q o'zi yoshligida insonni. Eng zo'r xotiralari ham hammasi yoshligi. Xotiraga ozgina mazmun berish degani bu yoshlikda eng gullagan paytini e'tibor markazida bo'lish har bitta insonning orzusi. Hammamiz xohlaymiz e'tibor markazida bo'lishni. Единственный kuch bilan erishiladigan, tekinga beriladigan e'tibor markazi bu chiroyli qaddi qomat. Tekinga, uni sotib bo'lmaydi, lekin tekinga o'zingiz ishlab olasiz. Ma'nosini tushungan. Nima uchun bodybuildingga bog'liq desa, qaddi qomati chiroyli bolani hamma joyda tashqi ko'rinishini ardoqlagan kattalar ham, kichkinalar ham havas bilan qaragan. Yoshligiga mazmunni men faqat shu qaddi qomatni chiroyli qilib, aqlli o'tkazishdan. Chekmaydi, ichmaydi deb ham уже сразу bilib oladi. Oddiy motivatsiya. Bu bola to'g'ri yo'lda o'zini hurmat qilgan odammi? Hamma hurmat qiladi. To'ppa-to'g'ri. Og'abek Ziyodullayev yaxshi savol bo'libdi. Testosteron uchun 3 ta muhim narsani aytib o'ting aka debdilar. Endi testosteron uchun erkak kishining organizmi og'ir nagruzkaga yaralgan. O'shanda testosteron, значит, og'ir, ya'ni aql bilan qilingan gрамотный trenirovka, mukammal dieta, shirinlikdan uzoq, taqsimlangan uglegod. Uyqu uchinchisi. Zo'r. Haqiqatan qisqa cho'tki javob bo'ldi. Buni hech kim endi rus tilida kelyapti. Отрицать qila olmaydi, ya'ni inkor qila olmaydi bu gapni, inkor qila olmaydi. Bunaqa emas deya olmaydi. Bu savol menga shekilli. Hoji Akbar 8788. Assalomu alaykum. Aka, Citrulin, beta-alanin necha pul? Saytimizda bor. Bu mana yana bitta yaxshi savol. Qurbonov 18. Assalomu alaykum. Ro'zai Ramazon oyiga qanaqa vitaminli ichishni tavsiya qilasiz? Bu yil ro'zai Ramazon oyiga deb hisoblaylik, mana bu yil yozga emas, уже bahorga to'g'ri kelsa, vitamin D3 juda ham yaxshi. Sink juda ham yaxshi. Endi chesnokda bor sink, но chesnok неприятность tug'diradi. Bu ozgina jamoat joyida to'g'ri kelmaydi, masjidga kirsa ham da. Sink, vitamin D3 и rastaropshi ichib yurishni maslahat berardim. Jigarga, damiga juda ham yaxshi dam oladi, jigar fermentlari, kletkalari yaxshi bo'ladi.
Yana eng asosiy vitamin S. Bahorda bitta kasallik qo'zg'ab oladi vitamin S. Men boshqa vitamin yana qilmayman. Ha, vitamin C. Ha, kimdir C deydi, kimdir. Xo'p, Asilxon, trenirovka kunlarini 3 kunlikka qanday bo'lib olgan yaxshi? Bazaviy va superset. Men tushunmadim, lekin menimcha siz tushundingiz bu savolni. Manda o'zini gruppani, ikkita gruppani birlashtirsin, kimdir oyoq yelka qo'shadi, kimdir qanot, qo'l qo'shadi. Все o'ziga mos split qilib oladi, uzog'i 1,5 soat deylik. Bu kunisiga dam oladi yoki kardio qiladi. Oddiy juda ham. O'ziga mos qilib bo'ladi. Qiyin joyi yo'q. Ikkita katta mышцani birlashtirib qo'ymasin, qanot bilan oyoq bu juda katta mышцalar. Menimcha juda ham ko'pchilik bergan savolni berishgan ekan. Birinchi bularniki chiqdi. Muydinov 05 chistka yo'lini o'rgatishsin. Ko'pchilik savol berdi. PKT ni o'rgatib yuboring. Yo, PKT endi u har xilda, kimdadir tamoksifenda, kimdadir klamifenda ketadi. U preparatni birinchi ko'rish kerak. Uning uchun oldiga kelish kerak, qancha kurs длительность ketgan, qaysi efirda chiqib ketgan, nima efir bo'lgan, inhibitor aromataz nima bo'lgan, keyin shunga qarab antiestrogen tuziladi. Uni mukammal tilda gapirdim. Hozir ozgina tushunadigan tilda qisqa lo'nda qilib gapirgan. Kelib tarixini gapirish kerak nima kurs. Shunga qarab PKT chiqadi. Tarixiga qarab chiqib keladi. Davolash uchun kasallarni aniqlash kerak. Albatta. Doston DM Samoterapin garmon haqida, naturalkadan charchagan, norm zarari kam kurs haqida. Yana qaytib kelyapti savol, shuning uchun berib o'tdim. Norm zarari kam kurs degani bu kursni hammasini zarari bor. No zararsiz narsa deganda chuqurroq olib qarasangiz, noto'g'ri ovqatlanish steroiddan ko'ra ancha opasnayroq. Zarari kam kurs degani bu aql bilan terilgan dozirovka, o'zini gormoniga ta'sir qilmaydigan darajada har hafta analiz ko'rib turish, bilib turish kerak ichkarida nima gap so'z. Xuddi mashinani olib kirib kompyuter qilasiz, o'zingiz ham kompyuter qilib tursangiz, shunda zarari kamroq bo'ladi. Xo'p, menimcha yaxshi savol, menimcha. Tanasida 5-6 kilogramm ortiqcha vesi bor odam relief qilish uchun diyetasi hammaniki bilan bir xilmi? Yo'q, diyeta o'zgaradi. Relief qilish uchun uglevod kamaytirib boriladi, intensivность oshiriladi. Qaysidir ma'lum bir nimaga kelganda уже suvlari to'xtatadigan payti keladi. Maksimal reliefini bir ko'raman desada, mana masalan ukamni 1-noyabrda transformatsiyasini boshladik, 1-mart kuni qo'yamiz, xudo xohlasa. Mana o'zingiz ham ko'rasiz, hali do'y postli video qo'yamiz. Вообще bo'lishi mumkin emas deysiz, haqiqatan bu darajada transformatsiya. Точка, virguligacha agar trener chizib berganini qilsa, любой inson relief qila oladi. Bu savolni o'zi yozuvchi odam Bobirxon 0228 ekan. Yana bitta yaxshi savol ekan. G'ayratov G'ulom 42, G'ayrat G'ulomov 42 ovqatlar qanday raqamlashtiriladi? Ya'ni necha kiloga? Oddiy, masalan 80 kilolik bolaga naturalniy atlet bo'lsa, maksimalni 2,5 gramm belok deylik. Bo'ldi, уже 80 ni o'sha 2,5 ni 80 ga ko'paytirasiz, chiqib keldi oqsalar. 1,5 gramm uglevod deysiz, 1,5 ni 80 ga ko'paytirasiz. 1 gramm yog' deysiz, 80 bo'ladi. Shuni 80 gramm yog'ingiz 4 qoshiq olivka qo'ymaslar. Bu ratsionni 3 ga yoki 5 ga bo'lib taqsimlash kerak. Bo'ldi. Menimcha zo'r. Ahrorovich 2 marta barmon tepaga ko'tarib yuboribdilar, bo'ldi. Menimcha mayli, ko'p berilgan savollar noto'g'riroq balki bo'lishi mumkin. Oson javob o'zlariga. Abduhamid 500-5 okaxonimdan bo'libdi. Mashg'ulotlar yoki sport ozuqalari sochga qanchalik ta'siri bor? Erta to'kilish yoki o'sish? Yo'q, to'kilishga ham, o'sishiga ham ta'siri yo'q. Sink moddasini mis moddasi bilan aralashtirib ichish ozgina foydali bo'lishi mumkin, lekin hech qanaqa sport pitaniyani soch to'kilib ketishiga yoki soch o'sib qolishiga emas yo'q. Shunaqa miflar, ya'ni afsonalar yuradi o'zi. O'zi soch yo'q odam bo'lmasdi. Sportni boshlaydi-ku. Voshcha umuman ovqatlanishga to'g'ri kelmaydigan, o'zi umuman qanaqadir bir narsa bo'lib qolsa ham, kechana jo'ta trenirovkani boshladim, sochim to'kilyapti deb o'ylaydi-da, yoki qoshim ozgina qichyapti, qarochi. Hamma narsa shunga bog'lanib qolgan. Mayli, sizni o'zingiz shaxsiy fikringizni so'rashdi. Sunnat Samadovich, qachon o'zbek bodybuilderlari Mr. Olimpiyada ko'ramiz?
yaxshi sponsor chiqqanda. U nimaga taqalayotgani haqiqiy. Конечно, agar любой bizni o'zbek bodybuilderlarning mehnati, sabri kam bo'lsa, ko'p bo'lsa ko'pdir, no kam emas. Просто oilani tashvishlarini kimdir sizni bo'yningizga olib sponsorировать qiladigan bo'lsa, допустим, bitta tashkilot. Buncha pul tikaman, yutug'ingga shuncha pul beraman, hech nimani o'ylama, pitaning shunaqa keladi, mori produktlaring hamma narsang keladi desa, bolalarimiz nega endi chiqamiz? Конечно, chiqadi. Finans. Qarang, yaxshi savol ekan. Endi buni уже biratan yeb qo'ygan bo'lsalar kerak. Aka xafa bo'lmang. Said degan akam, jigar va pochka восстановляется kursdan so'ng. Mana endi xato qilib bo'lgan bo'lsalar kerak. Endi jigarniki birinchi PKT qilib bo'lgandan keyin ko'rinadi, ALT, AST, bilirubin ko'rinadi. Agar yaxshi chiqsa kerak emas. Yomon chiqsa keyin восстановленияsiga naskолько yomonligiga qarab ketadi. Может уже уровень kapelnitsiga kelib qolgan yoki ukolni o'zi bilan bitadi. Yoki tabletkani o'zi bilan bitadi. Uni referensda ko'rinadi. Raqamlar hal qiladi hammasini. Pochka ham так же. Plus misol, prosta o'zi uchun восстановление qilmoqchi bo'lganlar uchunchi vitamin sep shu boy rastarovshi ursasam bilan rastarovshi bo'ldi. Eng zo'ri haqiqiy rabochiylari. Ne bu Saidxon akada lekin savollar ko'p ekan, o'qib beraman lekin bir-biriga yaqin. O'qiyman, savolga javob. Said ikkita deb bilan ekan, akamniki kurs paytida arterial davleniyani ko'tarilishi. Endi u ko'pincha genetik deb olinadi. Arterial davleniya hammada ko'tariladi. U haqiqatan ham davleniyam yo'qmi bilish kerak. Bir xillar noto'g'ri nafas olib, noto'g'ri kuchansa, organizm zo'riqadida, keyin boshlanishni boshlaydi. Ha, noto'g'ri texnika bilan конечно, to'g'ri kislorod olib qilsa, nega endi? Hammasi yaxshi ketadi. Birinchi haqiqatan bilish kerak, u inson o'lchamagandir, davleniya ham ko'tarilib ketdi. Uni bilish kerak. Agar ras shunaqa davleniya bo'ladigan bo'lsa, uglevod ozgina kamaytirib, iloji boricha ratsionni mukammal dietada ushlab tursa, joyiga tushadi. Xolesterin pastroqqa tushadi. O'ziga kelishni boshlaydi. Xo'p, yana shu akamda amnodren haqida. Endi amnodren boshida gapirib o'tib ketganimizdek testosteronni 4 ta 5 ta efirini birlashtirilganda, haligi smuzi deydi-ku, kokteyl qilib beradi-ku, testosteron, propionat, spionat, plus tarafini gapirib o'tib ketaman, minus tarafini gapirib o'tib ketaman. Plus tarafi siz bilmaysiz, sizning organizmingizga spionat tushadimi, propionat tushadimi, qaysi efir yaxshi ishlaganini, o'shani ichiga olib sizda 100% рабочий metod amnodren. Bir xillari propionat qiladi, spionat qiladi, ishlamaydi. Amnodren olsa 100% ishlaydi. Minus tarafi длинный efir, qachon qondan chiqib ketishini bilmaymiz, dozirovkasi juda ham katta. Shunga yarasha восстановление bilan shokka tushishi ham uzoq davom etadi. Ichida ham uzun efirlar bor, ham tez ishlaydiganlari bor. Hop, xuddi shu aka PKT ni ham so'rabdilar, bu haqida juda aytib o'tdingiz. Menimcha juda yo kurs qilyaptilar yoki qilib bo'ldilar, xullas nimadirlar bo'lyapti bu akamlarda. Menimcha o'zi uspexni ko'rgan odam, tushungan odam unaqa savol berib o'tirmaydi, u odam tushundi. Bu odamga o'zi noto'g'ri informatsiya yetkazilgan, 100% ko'zlagan mo'jizasi olinmagan. Har xil joydan informatsiya olish shundoq kerak. Xuddi shunaqa. Men bu akamga bitta tekin maslahatim bor. Sizni pulli kurslaringizga yozilish. Rasxod diplomat bo'lish kerak deyman, primoy translyatsiyam. Nech pul bo'lingiz uni diplomat degan alohida yopiq eshiklar ortida gaplashinglar deymiz-ku. Любой insonga bo'lgan hurmat bo'ladi bu. Ko'chada targovatsiya qilmaysiz siz ham, to'g'rimi? Do'koningizga kelsa ichkariga kiring deb turib, keyin gaplashasiz. Shunaqa. Bitta zo'r gap bor edi. Yo treneriki, yo doktoriki edi. Aytayapti, menga konsultatsiya kerak deydi. Onlayn yozyapti. Konsultatsiyamiz misol uchun $100. Yo'q, menga aytadi, menda aka siz qanaqa xizmatlar ko'rsatasiz? Menda konsultatsiya bor, maslahat bor. Qanaqa bo'ladi? Maslahat ekan, konsultatsiya $100. Xo'p. Unda menga maslahat bering desa, konsultatsiyani sotib olishingiz shunaqa bo'ladi. Menga ham savol beradi. Dieta masalasida. Xo'p. Dieta masalasida maslahat bering. Maslahat beraman dieta qilishingizni deyman. Nimani maslahat berasiz? Keyin o'ziga savol beraman. Doktor xonasiga kirsangiz, mazam bo'lmayapti. Nima maslahat berasiz? Siz nima deydi doktor desam, kutib ko'rikdan o'tasiz, pulini to'laysiz, sizga spiska yozib beraman. Bizda ham xuddi shunaqa. Dieta sxemasini qilib beramiz sizni kunlik nima xohlashingizga qarab. Desam, keyin nech pul bo'ladi deydi. To'g'risida bu odam misol popkorn yeb kino ko'rayotganda siz o'tirib kitob o'qigansiz. Xuddi shunaqa. Haligacha izlanamizda. Men ham shu narsani aytaman-da, u betda bo'layotgan maslahatlar
odamlar pulga sotib oladi, tekinini ko'rilaring. Xuddi shunaqa. Mana shu hamma ma'lumotlarning tekini bor. Prosta unga yetish uchun siz kitob o'qiysiz, ichidan bitta ma'lumot olish uchun-da. Bitta o'sha ключевой moment bor. Undan tashqari o'shani ham ikkilanib o'zingizda sinab ko'rasiz, tajriba o'qiyonib bo'lib ko'rasiz. Ishlamasa yana boshdan o'qish kerak. Katta xato qildim. PKTni etdik. Yana so'rashibdi qaysidir mahsulotlar. Xo'p. Endi savollar berib o'tirasiz. Da beravering. Bemalol. Hayotiy savollar bergan bo'lsa bering. Nimagadir hamma hayotni ishini sport pitaniya bilan hal qilsam bo'ladi deydi. Unaqa bo'lmaydi. Xo'p. Azizbek Oripov 89 Iron Mass bilan Iron Test haqida maslahat bera oling. Sostavini lekin men bilmayman. Nima o'zi u? Voy, yangi chiqib ketyapti. Har xil vitaminlarimiz toq etib stolga qo'yishadi. Siz sog'lom, biz tana vaznini oshirmoqchi bo'lsangiz, Iron Mass bilan Iron Test men umrimda ichmaganman, значит, usiz ham muskul chiqasa bo'ladi. Ani okibash ko'payib ketdi. Toq etib qo'yishadi-da. Siz bir haftaning ichida 15 kilo tana, lekin bori hurmatli bo'lgan odamlar reklama qilyapti-da o'sha. K677 ni ko'p so'raydi. Men o'yladim, Mortal Kombat degan o'yin bo'lardi, o'shami dedim. Keyin MK677 degan shunaqa ichadigan narsa bor ekan. Masalan, men ko'rmaganman bu, Alloh alam, nimaga kerak bo'lmaganda menga o'sha narsa. Tafakkur qila olmayapti-da, masalan, men bilmayman u narsani desam, demak bu inson ichmagan bo'lsa ham uspeh qilsa bo'lar ekan o'yla olmayapti. O'sha narsani demak nimadir yashirib qo'ygan. Bu ham shu sarimlarni adashmasam bitta sinfiga kiradi. Ularning nomi ko'p, bilasiz-ku. Qani ichida o'sha narsa bo'lgani bilan nomi ko'p, xuddi garmorosdan har xil nomlisi bo'lganda. Men keyin ko'rdim, o'sha xilma aytaman. Bu yangi narsa, hali 100% sinovdan o'tmagan. Zararmi, foydami bilmaymiz. Uzr kechirasiz. Bilmaganimiz uchun biz tavsiya qilmaymiz. Shunaqa. Men bitta mana yaxshi adashish, zo'r adashish. Hayit Mirza okadan doktordan, endi savol to'g'ri tushmay qolib, doktordan sport ozuqalari haqida so'radim. Organizmni o'zidagi dozalardan tashqari qo'shimcha ozuqa degan joyi to'xtab qolibdi. Mana shu doktor yomonlagan. Proteinni doktor yomonlagan. Nima deysiz shunga? Prosta tak zalga tushib ko'rsin-da bolalarni ichib turganini. Keyin solishtirib ko'rsin o'sha doktor bilan-da, o'sha ichib o'zining qad-qomatini o'zgartirgan bolalar bilan doktorning korpusini o'zi gapiradi. Solishtirib ko'rsin. Men kulgim keladi o'shanaqa ilmsiz doktorlarda ular. Da. O'sha eskirib ketgan ma'lumotlarni o'qib, institut o'zidan shunday chiqib ketishdi. Misol uchun institutlarda fundament o'rgatilinadi. Undan tashqari o'zi uchun yana o'rganish kerak. Mana Любой doktor, meni fikrim bo'yicha, mana siz ham aytib o'tgansiz, hurmat qiladigan doktorlardan bittasi doktorda. O'sha odam hatto o'zi ichadi. Yo'q, zarar emas demaydi-ku. U tavsiya qilyapti. Sport pitaniyani tavsiya qilyapti. Ichlaring bilsa zarari yo'q deyapti. Protein hech qo'rqma deyapti. Xuddi shunaqa. Men protein nimasidan yutaman? Men protein qo'shimcha ishlashimga imkoniyat beradi. Meni mashinamda ham hozir proteinim turibdi. Meni vaqtim yo'q. Siz betdan chiqqandan keyin bitta aka bilan ko'rish kerak. Choyxonada o'tirib, o'rtog'im bilan haligi ashishik bilan oshib o'tirishga vaqtim yo'q meni. Переговор qilishim kerak, pul ishlashim kerak, oilamni o'ylashim kerak. Bo'lib proteinni ichaman, muskullarim hech qayerga ketib qolmaydi. Oziqlantiraman-da, dalshi pulimni ham topaman. Mana shu zamonning rivojlanishi. Okey, mana. Takoy. Siz xohlaganiki neobishniy savollardan bittasi. Yaxshi lekin. Farruh 8097. 1 oylik yoki 1 yillik armiyaga ketayotgan bolalarga maslahat. 1 oylik yoki 1 yillik armiyaga ketayotgan bolalarga, ukalaringizdan bittasi ekan. Tayyor kardiosi bor. Suxoy bo'lib qaytib keladi. Iloji boricha o'sha suxoyligini keyinchalik ushlab qolishga harakat qilsin. Disiplina degan so'zni o'sha yerda ko'zi bilan ko'rib keladi. Disiplina degan so'zni tarjimasini o'sha yerda his qilib keladi. Tarbiya olib keladi. Albatta. Maslahatim nima deydi? Naslаждайся momentum deydi-yu. Kayf qilsin har bitta vaziyatda. To'g'ri narsa u. Juda to'g'ri narsa. Hech haligi borib turib qotgani yoki ichgani ketmayapti bu bola. Do'st orttirgani ketadi, aka-uka orttirgani ketadi. Mazza qilib kelsin. 18+. Menimcha erkak bilan ayol munosabati bo'lsa kerak. 18+ atletlar uchun qanday tartibda bo'lish kerakligi haqida ham tushuntirib beringlar. Xohlagan paytingizda xafa qo'yish kerak emas. Bemalol. Только plus. Просто
Prolaktin ko'tariladi, aktdan keyin, o'sha jarayondan keyin o'sha payt shirinlik tiqib tashlamasa bo'ldi. Shirinlikka tortadi. Haqiqatan hamma sezadi shu narsani, prolaktin juda ko'tariladi. O'sha payt sal lanch bo'lib qolamiz. Xo'p. Ozg'in odam semirsa, baquvvat bo'lsa, gen ham o'zgaradimi? Masalan, farzand ozg'in emas, baquvvat bo'lib katta bo'larmikan? Yo'q, gen o'zgarmaydi. Hayot tarzimizni o'zgartirsak, o'shanga yarasha tana ko'rinishimiz o'zini moslashtirib boradi. Lekin gen hech qachon o'zgarmaydi deb hisoblayman. Bir xillari gapiradi, genda burilish yasadik, o'zgardik, unaqa narsa bo'lmaydi. Agar genda burilishning ilojisi bo'lganda, masalan, kichkina liliput odamlarda uzunroq gen qilishga harakat qilinardi, ilojisi yo'q. Lekin liliput odamlarda nakachinlik qilish mumkin yoki boshqacha mumkin. Tana ko'rinishini, disiplinani ushlab olib o'zgartirish mumkin, lekin gen o'zgarmaydi hech qachon. Soch to'kilishi ham genetik deylik-da, gendan genga o'tib kelgan bo'lsa, uni o'zgartira olmaydi hech kim, olib qocha olmaydi. Olib qocha olmaydi, foydasi yo'q. Baribir to'kiladi. Men o'sha kunlarga kelarmiz, xudo xolasa. Ha, masalan, kimdir soch to'kilsa-da, kimdir ektirdingizda, sochingiz bordi, ektirib bo'lganingizdan keyin bu degani sizdan keyingi avlodga to'kilmaydi degani emas, uniki ham to'kiladi bo'ldi. To'g'rilab ketish kerak. Albatta. Men bitta sizga yoqmaydigan savol, mana beramiz. Sherzod X7 bratan. Trenerlik qilishingiz necha pul bir oyga? Shunga ham diplomat bo'laylik, oldimizga kelsin, birinchi ishtiyoqiga qarab, men chunki ko'rib bilib olaman. Lekin student bo'lsa sirazi gapiraman. Student bo'lsang sharoit. Nechta student kelganmiz hammasiga gapiraganman. Sharoiting qiynalmasa qil deyman. Ilmni qimmati bo'lmaydi. Lekin xato qilmasdan harakat qil deyman. Tayyormisan? Da, tayyorman dedi. Kimdir eng qizig'i 2-3 oy ilm olib tayyor bo'lib ketgan bolalardan bu butun umrga qoladigan narsada, o'shaning uchun pulini hisoblash kerakmiz. Lekin nimagadir shunaqa bolalar choyxonadagi rasxodlarni hisoblamaydi. Ha, shu ketadigan pulim necha pul ekan deydi. Uni miyasiga kimdir quyib qo'ysa ola olmaydi hech kim. Choyxonada yegani bo'ldi unitazda. Uni o'ylamaydi. Shu ilm necha pul ekan deydi. Ovqatda o'ylaylik necha pulligini. Qadriyatlarimizni ham o'zgartirishimiz kerak. Bitta yosh katta odam, yosh katta deganda endi farzandlari juda katta bo'lib 20 dan oshdi, 25 kirayotgan odam zo'r gap ayttiradi. Yaxshi mashinada yuribdi, zo'r kiyinib yuribdilar. Jamoliddin menga farzandlarga, ilmiga, sog'lig'iga umuman ayamang. Eng zo'r investitsiyangiz shu bo'ladi. Tagja ilm bilan sog'lig'ingizdan ham ayashingiz kerak emas, imkoniyat ko'targanicha siz aytgandek. Imkoniyatingiz ko'tarmasa-chi, mana men o'zimdan kelib chiqib aytaman, kuzatib borganim uchun. Ahad akani prosta mana har kuni kechqurun, adashmasam 10 dan 12, 1 gacha har xil payt primoy qiladi, bo'sha hamma o'sha gaplar primoy efirda bor. Faqat kuzatish kerak, odam o'zi uchun sal miyasini qiynash kerak-da. Profilimga kirib pastroqqa tushsa hammasini gapiraman. Primoyimda haftada necha kun trenirovka qilamsa pastroqqa tush. Nima yeysiz pastroqqa tush, nima ichasiz pastroqqa tush. Ximiya nima pastroqqa tush deyman. O'shanga ham yaranadi bolalar. Xuddi umrini o'tkazishga shoshilgan deydi. Men sal tushunmayman uni. Masalan, men kimdir kontent qirsam, o'ni ko'rib chiqaman. Muxlisiman, masalan, birikda kontent qiladigan Sarvar degan yigitni haqiqatan muxlisiman bu bola. Teatralniyda o'qiydigan, buni gap so'zlari juda ham zo'r. Men u bolani muxlisiman deb o'tirib har bitta videosini ko'rib chiqaman-da, dunyo qarashi bilan tanishib, nima bu, qanaqa bu, men yoshlarga ko'piga tushunmayman. Qanaqa bor ma'lumotni qaytadan so'rang. Qayta savollar bor. Endi berib o'tib ketyapmiz. Nima uchun? Beravering. O'sha bilmaganlar mayli bilib olsin. Men bitta yaxshi savol bo'libdi. Xudo xolasa bu yoq yoz kelyapti. Hamma yoq gazli ichimliklar. Bizda juda zo'r reklama qilib, energetik mana shu nomer 1 bo'lib ketdi. Assalomu Miraliyev 1808. Assalomu alaykum. Gazli energetik yoki shirinlik mushak o'sishiga zarari bormi? Nafaqat mushak. Yo'q. Mushak o'sishi yerda tursin, mushak o'sishiga zarari yo'q-ku, qorin o'sishiga foydasi borligini bilaman-da. Faqat qorin o'sadi, xotirani susaytiradi, testosteronni pastga tushiradi. Bo'ldi. Mushak nimaga o'stirmaydi degani, testosteron pastga tushdi bo'ldi. Mushak to'plivasi yo'q. Prosta tak o'tirib o'zini orqaga tortadi. Men bitta ham yaxshi savol aytib o'tib ketayim, bundan savol berishdan oldin. Mana O'zbekistonliklari kuzatamizda. Oyoqning ichga, qo'lning ichgada, ya'ni bizning asosiy erkaklarda qorin ko'tdi.
misol odam semirsa o'zi постепенно bir xil bo'lib semirish kerak. Yuzi, mana qo'llari, oyoqlari. Bizda oyoqing deyishga, qo'ling deyishga qorin katta. O'zbekistonliklarda. O'shanga yarasha mana bitta savol bo'libdi. Akbar O'tkurov. Assalomu alaykum. Odamlarda tanada podkojni jir erib, qorin kesishi juda ham qiyin, shuni sabablari. Yo'q, u bo'lmagan narsa. Birinchi qorin bo'shashib oladi. Qorin osilib oladi. O'sha ob'yomini yo'qotgandan keyin podkojni jirga o'tiladi. Podkojni jir ketib qorin yo'qolishi deganda odam menimcha eng oxirgi terilarini nazarda tutganda, agar uni nazarda tutgan bo'lsa, уже plastik уровеньga yetib kelgan bo'lsa, значит ketmaydi. Ming gormon ro'sta qilsa ham operatsiya qilib tashlaydi. Agar u уровеньga yetmaydigan darajada ob'yomdan qaytgan bo'lsa, уже mukammal sushka qilib ko'riladi. Shu savolni boshqa tarafidan ko'rsak-chi, misol uchun, ozishga harakat qilyapti-da, oyoq qo'llari ozib ketyapti, qorin ozmayapti. Uglevodni kamaytiramizda. Mana shu joyimda bitta gapirib ketgan bo'lardim. Iltimoslardan bir xil trenerlarda, bir xillarida iltimoslardan. Uglevod yozib berganinglarda shogirdlarga o'zingizlarni qarishinglar bilan, o'zingizlarni mehnat protsessi diapazoni bilan bermanglar. 4 grammdan yozgan, 3 grammdan yozgan bitta atletkada, uni trenirovkasini ko'rsangiz 20 minutdan ko'p trenirovka qilmaydi. U buncha uglevodni yegandan keyin qorni ishib ketadi-yu. 1,5, 1 gram, даже yarim gram yozadigan darajada harakat qiladigan. Birinchi harakatini ko'rib olinglar. Bitta qiz kelibdi. 2 oydan beri dieta qilaman, battar ishib ketdim Ahad aka. Yoshingiz nechida sizni? 28 mi, 27 yosh. 400 gram grechka yozib beribdi trener. 400 gram, men 100 gram yeyman bir kunda. Yedingizmi 2 oy desam, yedim deydi. U treneringiz kim desam, shu dedi, 400 gram grechkani qiz bolaga ham yozadim. U qiz bola bir kunda 30 gramdan ko'p yemasligi kerak. Ularcha shunaqa sistemaga o'tib qoldi. Ba'zi bir trenerlar deymiz, qattandir eshitib olishadi-da. Bo'ldi, o'shani bo'ldi, shuni xohlagancha ishlatsa bo'lar ekan. Grechka xohlagancha. Xuddi shunaqa. Mana qarang, atlet keldi, buni kachok qilib olaman deydi. Xuddi o'zini ishlash prinsipini hisobga oladi-da, 3 gramdan uglevod yesa bo'ladi deydi. Ketdi 3 gramdan uglevod yozib beradi. U uni yeb bo'lguncha uni qancha vaqt kerak? Uni kuzatmaydi-da. Mana siz aytgan gapingiz bor-da. Oldin tanishib olgan o'zingni. Tanishib ol. Shogirding bilan organizmini so'ra, xuddi shunaqa hayotini so'ra. Xuddi shunaqa tanishib olasiz. Uni keyin ishlashini qarab turasiz-ku. Uglevod juda past yozib beraman-da, keyin o'zi qornim to'ymayapti dedimi, tayyor o'zi hazm qilish sistemasi ko'taradi. Endi ko'tarishi deyman. Ko'taradi, o'zini zo'r his qilishni boshlaydi. Ana tayyor. U kelgandan 3 gram вообще страшно. Ahadaki bu savol o'zi rosa ko'p chiqdi, yana bitta chiqdi. Balkim yetarsiz. Bering. Xohlasangiz. Bekjan 4017 offline, online trenirovka narxlari haqida savol bering. Ikkalasiga ham kelsin-da. Online gruppam уже 9 oydan beri bor. Endi men bilan даже birma-bir 9 oydan beri yurgan bolalar bor. 200 tadan ko'p odam o'tiradi. Endi ma'lumotlar, trenirovka videolarim qo'yiladi, ovqatlar to'g'risida tayyorlanish hammasini qo'yganman. Ichadigan vitamin. Welcome to my world deydi-ku. Meni olamimga xush kelibsiz deydi. Offline ham, online ham o'sha yerda o'zi переговор qilib olamiz. Agar shuni ham erinsa, kelishga vaqti bo'lmasa, profilimda ukamni nomerini qoldirganman. Oddiy terib so'rasa bo'ldi, ma'lumot beradi. Endi shu narsani men so'ramoqchi edim. O'zi aytib qo'ydingiz. Oddiy prosta teringlar deyman, gaplashinglar, всё deyman. Mana O'zbekistonda bo'lgan yoki mana chet elda kuzatilgan sportsmenlar bo'ladi. Xudo xolisa YouTube'imizni chetdan ham ko'radi-da bolalar. Offline va online trenirovkalar haqida, ya'ni kurslar haqida qisqacha ma'lumot bering. Keyin kontaktlarni qoldirib ketamiz. Kim xohlasa offline ga keladi yoki onlaynga murojaat qiladi. Offline o'zim bilan polni, bundan tashqari dietasini yozib beramiz. Gormon analizlarimizni bilganimizcha, tushunganimizcha ko'ramiz. Tushuna olmasak, kerakli doktorlar bilan ko'rishtiramiz. Haqiqiy doktorlar bilan. Haqiqiylari bilan. Rostakasi doktorlar bilan. Chunki ular bizni aldolmaydi, u doktorlar ham biladi-da. Haqiqiysi bilan ko'rishtiramiz, aqlimiz yetmagan joyiga. O'zim haftada 3 kun silovoy undan ko'p bermayman. Atlet уже 4-5 oy pishib olgandan keyin 4-upражнениyani olib kirsak bo'ladi haftada. Undan ko'pi kerak emas. Online Telegram gruppa bu programma emas. Har hafta yangicha mashqlar qo'yib boriladi, ovqatlanish. O'zim bilan 24 ga 7 aloqada bo'ladi. Programma degani bitta programma sotib olasiz, programma создаватель bilan aloqangiz yo'q. Faqat ko'rasiz videoni, bo'ldi, qaytarib. Online programma degani mana bu gruppa degani aloqadasiz. Video nima, qanaqa ustoz, men bu joyda bu travma oldim, bu joyda bu ovqat ketmayapti, buni zaminasi
Mana shu sistemalar bizda ishlab turadi. Uzoqdagilarga onlayn, yaqindagilarga offlayn. Marhamat, qimmat yoki boshqa deydigan bo'lsa, da klient всегда прав, lekin uni o'rganib olgandan keyin bir xillari o'rganmaydida 3-4 yil sarflaydi, 3-4 yildan keyin keladi oldimga. Necha pul sarfladim deb hisoblab ko'rsam, вообще. Nafaqat pul, vaqtcha, bizda vaqtni hisoblashmaydi-da. Qancha vaqt ketdi? Men ham ko'pincha hayotimda bu sportda naqdimga emas ketkizgan vaqtimga achinaman. Vaqtim juda ko'p ketgan. Bu vaqtdan tashqari, vaqt yo'qotishdan tashqari hafsalasini ham yo'qotib qo'yish bu yomon-da. Конечно. Uje bo'ldi, menda bo'lmas ekan, bo'ldi, men tamomman, men umrim shu qorin bilan yoki shu kichkina tana bilan o'tib ketar ekan deb. Hammamiz xohlaymiz yaxshi ko'rinishni. Nimagadir yaxshi mehnat qilgimiz kelmaydi. Bo'ldi, bu yoqqa endi berilgan savollar qayta-qayta berilibdi. Qiziqarlilaridan xudo xolisa berib o'tdik. Xudo xolisa kontaktini bersangiz, ukangizlarning kontaktini qo'yib qo'yamiz. Xuddi shu joyga xudo xolisa montajda qo'yib qo'yamiz. Men o'zim kuzatganman. Endi offlaynini niyat qildim, xudo xolisa. 1 yillik bir joyga olib qo'ygan abonentim bor. Tugasin. Xursand bo'lamiz. Inshaalloh. Offlaynini ko'rmadim, lekin rezultatini ko'rdim. Onlaynini ko'rdim, uni ham rezultatini ko'rdim. Tavsiya qilaman. Siz bilan birinchi birgalikda совместный video qilishimizdan oldin o'zim tavsiya qilib qo'ygandim boshqa videomizda. Chunki kuzatganda o'zi odam bilinib qoladi, kim aldayapti, kim olib qochyapti, kim haqiqiy tochkasiga urib to'g'ri gapni gapiryapti, o'zi bilinib qoladi-ku. Albatta, insonni trener shogirdni cho'nchagiga emas, miyasiga kirishi kerak. Miyasiga kirsa rezultat bo'ladi. Cho'nchagiga kirib qo'yadi, yo'qotadi shogirdni. Cho'nchagiga emas, miyasiga kirgan, o'zgartirib bergan, xohlaganingdan 3-4 barobar rahmatini addush etadi. Конечно. Aqadagi shaxsiy savolda. Oxir paytlar juda ham ko'p sovg'alar kelyapti sizga. Ko'pchilikga qiziqdi bu. Misol uchun, men sababini bilsam, ko'pchilik bilmaydi. Xuddi mana shu narsaga taqaladimi? To'shto ishingizga dushani berdingiz, ya'ni qalban kirdingiz. Umuman shogird emas. Qaysidir gaplarim ko'nglidagi gaplarimni topib gapirganman-da. U menga rahmat gapiradi. Men deydi, ko'nglimda qanaqadir savol aylangandi, lekin shu savolga sizdan javob topoldim deydi. Masalan, oxirgi qo'ygan o'sha birinchi podkastimizdagi ko'ngil ishini so'ramamiz, pul ishini so'ramamiz. Okey, millionga yetib qoldi. Shu juda ham ko'p bolalar bor-ku, haqiqatan oldimga kelib prosta gaplashishga ham keldi. Nima uchun bu gapni gapirgansiz dedi. Bu gap o'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Конечно, nima menda bo'lmaganmi, armonimga aylangan inson bo'lgan. Hammamizdan o'tadi bir martaga. O'shaning uchun ham gapiraman, armon tark etmaydi. Prosta armonni yashiradigan darajaga boshqa urovingga chiqib olamiz. Ya'ni kuchayamiz, krutoylashamiz, yaxshi kiyinamiz, zo'r mashina, chiroyli figura. Mana o'shanda armonimizni yashiramiz. Uzoqdan armon bo'lgan insonlarimiz bizni ko'rib armoni yo'q ekan deb o'ylaydigan darajaga kelib oladi-da, shuning uchun shunaqa harakat qilamiz. Shun bilan men billaydim. Xuddi shunaqa. Birga borsam bo'lardi. Xuddi shunaqa. Boshqa Menda ham xuddi shunaqa pulsiz paytimdagilar bo'lgan. Shularga ham salom yo'llab qo'yaman, ko'pincha bor-ku. Hozir ham даже salom yo'llab qo'yaman. O'sha pulsiz paytimdagilar. Men ham xuddi bolalarga o'xshab yaxshi ko'rib, yaxshi ko'rganim e'tiboriga tushaman deb harakat qilganman. Hamma bola, почти 75% bola shunaqa qiladi. Chempionlar endi chempionatga harakat qilsa, meni yo'nalishimda mana nima uchun chempionatga qatnashmaysiz? Meni yo'nalishim boshqa narsa. Chempionatdan ko'ra mukammalroq. Chempionatda fikringizni jamlab olib, medal uchun harakat qilsangiz, juda mashaqqatli og'ir uni ham. Juda hurmat qilaman chempionatga qatnashganlar. Meni yo'nalishim bitta oilani uspeshni bir ideal erkak bo'lishga motivatsiya berish. Ya'ni yaxshi kiyinish, yaxshi ovqat yeyish, bo'sh vaqtini oila bilan o'tkazish, chiroyli figura qilib, ayolning oldida ham savlat to'kib, qizini oldida birinchi sevgisiga dostoyni ota bo'lish, o'g'lini oldida kerak bo'lsa to'yda kuyov-nakar bo'lib birga borish. Meni prinsipim shunaqa, mana shu yo'nalishda motivatsiya berish. Chempionatga keladigan bo'lsak, menga pakashlo qizig'i yo'q. Yo'nalishim shu. Siz borku ssenariyni o'qib qo'ygansiz, yo'q hammasini bilib qo'yasiz. Endi bermoqchi bo'lgan savolimni urib qo'ydingiz, mayli. Mana formangiz ana 90% tayyorda. Musobaqaga chiqishga-da, optingiz yetadi, mablag' zo'r. Nimaga qiziqishingiz yo'qmi yoki yo действительно уже maqsad boshqa bo'lib ketib bo'ldimi? O'zim ham boshqa ishda ishlaganman, hech vaqtim ham bo'lmagani. Chempionatlarga qiziqishim hech qachon bo'lmagan.
chiqishga. Haligacha ham Umid Husanov davay Ahad sanda progress zo'r, ukam davay chiqaylik. O'zlari ham biladilar, Umidga xafa bo'lmang aka deyman. Yo'lim boshqa. Yo'lim boshqa. Umidga endi absolyutniy chempion O'zbekiston ko'ra oladi-da menda progress. Hamma narsa. Potensiali biladilar. Mening yo'nalishim boshqa narsa. Atrofimdagi shogirdlarim ham shuning uchun boshqacha. Hech menga chempionatga chiqaman deb kelmaydi, lekin hayotda chempion, hayotiy ishida chempion bo'lish uchun kelgan bolalarim ko'p. Haqiqatan uspeshniy puli bor, o'ziga to'q bolalar. No qaysidir urovingda o'zi uchun chempion bo'lish uchun kelgan. To'g'ri, hozir moliyaviy tarafdan ko'pchilik misol musobaqaga chiqib yutib qo'ygan bolalar ham siz aytgandek hamma tarafi bitta ideal olib keta olmayapti-da. Olib keta olmayapti. Noto'g'ri mahsulotlarni reklama qilib qo'yayotganlar ham bor-da. Orasida sal shubhali bo'lgan sostavlari ma'lum bo'lmagan narsalar. Shunga hayron qolaman. Keyin borini tikib chempionatga qatnashib, biron nimasi o'xshamasa, kayfiyati tushadi. Bolalar уже ko'ngli qolib ketadi-da, chunki hali bizda bu sport, bu chempionatga ili u darajada e'tibor berishga muxlis yig'olmadi. Ili hali tayyor emas, o'shaning uchun men boshqacharoq bo'li narodniy chempion bo'lishga harakat qilaman deydi-ku, Xudo xolisi to'g'ri yo'lda. To'g'ri yo'lda ketyapsiz. Ancha 7 yoshdan 70 yoshgacha qiziqadigan stilni tanladim deb hisoblayman. Chunki 70 yoshdagi odamga, 50 yoshdagi odamga, 35 yoshdagi odamga chempion bo'lish qiziq emas-da. Lekin sog'lom bo'lish, solidniy erkak, o'ziga qaragan erkak bo'lish juda ham qiziq. Ahad aka, buni yana bitta shaxsiy savoldan ko'pchilik menimcha qiziqadi. Ichida bor savollar. Ahad Xudoyorov hozirgi qilayotgan, ya'ni asosiy ish faoliyati nimadan pul topyapti? Undan oldin o'zi kasbingiz nima bo'lgan? Bir aytib o'tsangiz istamayman. Undan oldin kasbim bir yaxshi insonni lichniy охранасы bo'lib, tansoqchisi bo'lib ishlaganman. Ancha yillar inson menga ancha-muncha hayotiy tajribani o'rgatib o'tib ketgan. Buning uchun ota-onamga, o'sha insonga rahmat. Asosiy keladigan daromadlarim mashina, yana bir ikkita narsalarni olib, ozgina qurib, shunaqa sotish. Savdo sotiq. Otang bozor, onang bozor deydi. Demak, Ahad Xudoyorov asosiy ishdan tashqari hozirgi kunda hobbis taraf nima mashhurroq? Hobbim, albatta bu meni hobbim, kimdir o'ziga o'shaning uchun erinmasdan o'tirib motivatsiya beraman. Uni ichidagi narsani men ham his qilaman-da, shunaqa dard bilan, masalan, izvestniy bolalar keladi-da menga. Izvestniy mashhur bolalar ham keladi. Ichida ko'nglida dardi bor-da. Menga qara, to'xtamagin deyman. Boshladingmi, bo'yningga oldingmi, va'da bering, to'xtamagin deyman. To'xtab qolishingni mendan qasd qilgan insonlaring kutadi deyman. Boshqalarga qiziqmas deyman. Agar qasd qilgan insonlaringni olib yutqizishni xohlamasang, to'xtama deyman. Olib chiqib ket o'zingni boshqa o'ringa deyman. Demak, mana ich-ichidan qiynalgan, qattandir hayotdan pand yeb qo'ygan bolalarda siz o'zingizni ko'rasiz. Chunki o'zimda ham shunaqa bo'lgan. O'zingizda shunaqa bo'lganda o'shalarni to'g'rilab ketishga harakat qilasiz, yordam. Men juda ham harakat qilganman. Pul topishga ham, undan tashqari hamma bola xohlagan e'tibor markazida bo'lishga ham vaqti kelib turib, endi shu narsalarni qo'lidan kelmaydi deb kulgan insonlarga atvet berishga ham. Atvet berishga ham haqiqatan masjidimda o'sha haligacha ushlab yuraman. Ahad aka, shu joyda so'rashim kerak. Mayli, ismini aytmay, balkim u bola o'zi ham rozi bo'lsa kerak. Sizni opitingizda bo'lgan har qatdan действительно normalniy og'ir vaziyatga tushib qolib, sportga kirib, o'zini yo'lini topib, o'zini to'g'rilab ketgan bolani bitta kichkina istoriyasini aytib bering. Sportga tushib o'zini yo'lini to'g'rilab ketganmi? Yo'q, mayli sport bo'lmasa ham. Sizga keldi, bola muammolarni aytdi yoki siz o'zingiz bilib qoldingiz, aytmadi. Почти hamma shogirdim shunaqa. Hammasi. Bitta istoriyasini aytib bering. Tushuntirib beraman. Ko'pincha qarama-qarshi jins vakillari o'rtasida kontakt buziladi-yu, девушкасы bilan deylik. O'shani tushunadigan tilda gapiraman-da sizga. O'zi kichkinagina hayotimiz bor-da, kichkinagina hayotimizda bir xil payt shunaqa katta yo'qotishlar qilamiz. Shunaqa ko'p yo'qotishlar qilamiz. Organizm qiynalishni boshlaydi-da, yuragimiz. Yurak qiynalishni boshlaydi. Yurak bu bizga 24 soat xizmat qiladigan yagona organ. Umrimizning oxirigacha. U muskuldan iborat deylik.
Muskuldan qattiq xabar olamiz. Zalda. Anu bolani ko'ziga qarayman-ku, shunaqangi ishlaganda zo'r ishlaydi, mendan ham zo'r ishlaydi-da, keyin oldiga kelib gapiraman. Nima darding bor deyman. Aka deydi. Masalan, kecha ham Madina degan shogirdim bor edi, настроенияsi yo'q. Urishib qoldinglarmi deyman. Ha deydi. Yurchi unga mos упражненияларni berib qiynayman-ku, qo'yib yubordi-da yuragi. Ammo quloqsiz organ qo'yib yuboradi o'zini. Har bitta shogirdim boshqa уровеньga, boshqa bosqichga chiqib ketadi. Eng qadrli bo'lgan narsasi o'ziga bo'lgan ishonch, samootsyenkasi oshadi. Men o'zimning fikrim bo'yicha gapiraman. Inson uchun eng zo'r narsa samootsyenkasi baland bo'lish. Chunki hozirgi zamonda 70% odam kompleksga kirib qoldi. Kompleks, ertalabdan kompleks. Semizman, qornim chiqqan, samootsyenkasi tushgani sari CNS dan tortib to yurakgacha qiynaladi-da. O'zimizga past baho beramiz. Azalga kirgan odam har bitta kunida baland baho berishni boshlaydi. Men shuni uspeh hisoblayman. Qolgan ishlari qo'yaver deyman. Dunyoning ishlarini chetga sursang-chi do'stim deyman. Dunyoni sen bilan ishi yo'q deyman. O'zing bilan o'zing ishing bo'lsin, bo'ldi, baxtli bo'lasan deyman. Hamma shogirdim shunaqa. Dolgi istoriyasi, chuqurlari bor. Noldan kelgan, borini tikib umid bilan kelgan, ham ilm o'rganib, ham zaldagi uspeshniy boy bolalarning oldiga kirib, ishli bo'lib, uylanib, haligacha hataka deb qo'limni siqib keladi. Ish joyli bo'lib, ilmni ham o'rganib, даже o'zi trener ham bo'lib ketgan. O'sha insonlar bilan o'tirsam mazza qilaman. U ishsiz kelgan meni oldimga oxirgi pulini tikib. Tavakkal risk. Zaldan tanish orttirib ketgan. Mana shunaqa bolalar zo'r o'xshaydi. Конечно. Mana qiyinchilikdan chiqqan bolalar bor. Haqiqatdan ko'p rezultat qilganda, katta sportda ham, boshqa joyda ham ko'pchiligini istoriyasini bundoq ko'rib kelsangiz, qiyinchilikdan ko'tarilgan. Shunaqa paytda yonida turadigan odam bo'lmasa, hamma har xil joydan yechim qidiradi-da. Men ham o'zim xuddi shunaqa. Menga boshida ishonch bildirmagan men ishongan insonlar. Men yaxshi ko'rgan insonlar ishonch bildirmagan-da. O't vaqti keldi-yu. Даже o'shanaqa insonlarga ham salom yo'llab qo'yaman. Kuzatadi. Еще как kuzatadi. O'sha insonga ham gapiraman. Mana shu kameraga gapirishim kerakmi? Shu meni kameram? Qaysi biri meni kameram? Mana shu insonga gapiraman-da. Kuzatadi, meni uzoq kuzating-a. Slishkim uzoq kuzating. O'zgarganmi yo'qmi? O'zgarmaganman. 1 gram ham o'zgarmaganman. Faqat pulga qiziqqaningda senga so'zlarim ko'p edi. Uni pulim yo'q edi. Bugun menga qiziqqaningda pullarim ko'p-u, senga so'zim yo'q. Shunda ham ikkita so'zimni jalqa qilmayman-da u insonga. Baxtli bo'l. Tushundingizmi nima uchun baxtli bo'l deyishimni? Baxtli bo'l. Mana shu moment uchun harakat qiladi mujiklar. Tushundingizmi? Hammasi oldimga kelgan 70% bola shu so'z uchun. Ko'nglingni cho'ktirma deyman. Pul uchun ketib qoldi, axataka deydi. Sen momentingni kutgan olmading deyman. Mana shu so'zni gapirasan. Pulga qiziqqaningda senga so'zim ko'p edi. Bugun menga qiziqqaningda pulim bor-u, senga so'zim yo'q. Xona sovuq yoki-da rostdan ham ichimdan murashki dedi, chumolib ketdi. Bu narsa fakt narsa. Bu fakt narsa. Hozir haqiqatdan zo'r gap bo'ldi. Fakt har doim qalbga boradi. Shu joyda mana sizni mashhur gapingiz bor-da, baxtli bo'l. Baxtli bo'l. O'shancha har doim baxtli bo'l. Har bitta videoyimni kuzatadi. Men har bitta kuzatishimni xohlagan insonni videoyimni kuzatadi. O'shancha baxtliman. Chunki men va'da berganman oxirgacha senga baxtliman. Unga yomonligim yo'q. Bu jumlani istoriyasini ko'rib oldik. O'zi ideya bor, okey. Futbolka ishlab chiqarib soting yoki futbolkachiligi mana bering, siz o'zingiz ovora bo'lmaydi. Unda Omonulloh degan logotip chizadigan ukam bir oydan beri chizadi. Chizib olsinchi, qani keyin harakat qilib ko'ramiz. Bering, okey, shogirdlarga. Ki deyman. Mayli, 1-2 so'm qolmasin, hamma ko'rsin, bilsin. Albatta. Kimgadir yordam beradi. Balkim qolar ham. Albatta. Zo'r gap bo'ldi, lekin bor, ketma-ket. Конечно, men buni har doim ko'nglimda olib yurganman. Men bu narsani yozmayman. Har safar ko'nglimda olib beraman. Ko'rasiz storiesizda sizni kim kuzatgan, kimlar sizdan ketganlar qaytib keldi. Boshqa akkaunt ochib bo'lsa ham kuzatadi. Qiziq, nimani yo'qotgani. Uzoq kuzatadi, o'zgarganmi yo'q, o'zgarmayman. Men o'sha bo'laman, o'sha oddiy jaydari bo'laman. Oddiy. Просто уровень boshqa. Уровень boshqa o'sha.
O'sha urininglar U boshqa. orzu qilgan urinni men o'tiribman endi. Tushundingiz? Uni orzusi armonligicha qolib ketaveradi. Aslida ko'rinadi kim yo'qotgan endi. Ana o'sha gap o'zi borki, mana Ahad Xudoyorov kuzatadiganlar biladi. Ana orada taku ko'ngilga tegadigan gaplarni gapirib qo'yasiz-da. O'zi tegini kovlashtirsa, o'zingizdan chiqqan gaplar ekan hammasi. Albatta, atlet oldingizga kelganda chempion bo'lish uchun kelmaydi. Lekin uni ko'nglini davolab qo'ysangiz, telasi sirazi boshqacha bo'lib qoladi. Ko'nglini davolab qo'yish deganda o'sha gapirdimi? Dardlaringni yashirish uchun boshqa o'ringa chiqasan. Unutish uchun harakat qilma. Unutishga ketkizgan vaqting prosta ko'nikishga ketadi. Ko'nik deyman. Faqat boshqacha obrazda yashaysan. Boshqa o'ringa chiq. Bo'ldi. Juda ham oxiri tugatgim kelib qoldi. Nima uchun? Chunki har doim oxiri chiroyli tugashi kerak edi. Bitta kayf qilasiz endi o'tirib hozir dumkaga tushib. Da, hozir уже boshlanyapti aka. Ketma-ketligi mana bu ssenariy yana beradigan bunday savollarim bor edi, bizilib ketdi-da. O'zi boya bitta video ko'rib qoldim. Amerikaning eng mashhur Dallas degan seriali bor ekanda. Bilaman. Juda ko'pchilik ko'rgan. Eng dunyo bo'yicha mashhur zo'r seriallardan bittasi. Birinchi navbatda o'sha serialda foydalanilgan ekan. Keyingi seriyaga o'tish qiziq bo'lish uchun undan oldingi seriyani eng qiziq nuqtasida to'xtatib qo'yishdi. Talablarga binoan agar yaxshi otziv, yaxshi komment qoldirsa, nega endi 3-seriyasini ham olamiz. 2-seriyani даже bugun odamlar kelib tushib gapirdi menga. Yana bo'ladimi продолжение? Albatta omadinglar bor ekan. Men bugun kechqurun podkastga kelaman. Men juda xursand bo'laman agar o'zimiz bilan kelib gaplashsa ham mayli. Billa eshitish boshqa narsa. Kecha Namanganga borganda ham sizni o'zingiz bilan o'tirib gaplashish boshqacha ekan. Unda o'zi bo'li kengroq gaplashasiz. Xudo xohlasa, agar men bu yangi kanal, bilmadim qancha odam ko'radi. Bizga mayli prosmotr emas, kачество kerak. Prosmotr kerak bo'lsa, shok Ahad Xudoyorov nimalar deb qo'ydi deb bunday qo'yib olgan bo'lardik. Shunaqa. Asl basharasi ochildi. Bu narsalar son emas, bizga sifat muhim. Shu yaxshi odzivlar, yaxshi kommentar prosta bunday bosib olsanglar ham, Xudo xohlasa inobatga olib, o'zi endi men shu paytgacha hali hech qachon aytmaganman bu narsani. Har bitta video juda ham solidniy summaga tushadi. Aytish noqulay, minnat qilgandek. Bu jiddiy ham bir solidniy summa yoki harakat. Kimnidir oldida boshingizni kichkina qilib, chunki mana bular mana Ahad Xudoyorovga men "Oka, davay" desam, "Bo'ldi ukam, qachon" deyiladi. Kimnagadir aytsangiz, boy o'zlariga aytib berdim, "Ukam, menimcha summa bo'ladi. $500, $300, vaqtim yo'q. Chorshanba, seshanba, juma." Biza muxlislarimni nima deydi? Agar ko'ngliga yetib boradigan gaplarni gapira olsam, qanaqadir biron bir foydam tegsa, menga o'sha narsa baraka ortig'i bilan beradi. Men bunga uverinman. Shu joyda ham gapirib o'tib ketmoqchi edim. Trener uchun eng og'ir mas'uliyat bitta insonni ko'ngliga kirib, ko'tarilib zalga olib kirib kelish. Kirib olgandan keyin mazasini tushunsa, ketdi. Buyog'ini qilaveradi. Lekin eng og'ir mas'uliyat uni motivatsiya berib, ko'tarilib zalgacha olib kirib kelish. Uni motivatsiya berish uchun uni qalbini eng ichiga kirib borishingiz kerak. Qalbini eng ichiga kirib borish uchun uni armonini topishingiz kerak-da. Nima armoni bor shu bolani? Ana o'sha armonlarini bir burchagiga bitta chertib o'tib ketsangiz, sekin siz tomonga keladi. Ozgina yengil облегчение olish uchun keladi. Haqiqatan o'sha облегчениeni keyin unga fizический nagruzka bilan berishga harakat qilamiz. U примерно tushunib oladi sport bilan hayotda bog'liqligini. Hayot tushunib oladi. O'sha men uchun baraka. Aytib o'tib ketaveramiz, okey. Konkretni suhbat bor. Endi ulanib ketyapti, tugatamiz ham. Ahadiga aloqaga chiqqanimda men aytdimki, Ahadiga tanamizni oshirish haqida so'rashyapti. Ximiya haqida, Ramazon oyi haqida so'rashyaptilar. Shu joyda aytdilarki, Jamoldan ko'ngil ishini ham qo'shaylik, faqat sport emas. Sport zerikarli Jamoldan, chunki u o'tkazvor deydi, hamma chempionatga qatnashmaydi yoki hamma kachok bo'lmaydi, lekin hamma momentidagi armonni qattiqdir ozgina to'kib keladigan manzil qidiradi. Kimdir klubdan qidiradi, kimdir bowlingdan qidiradi, kimdir nima eng mukammal joyini o'zimni qarachimda o'lchaganimda, o'zimni fikrimda trenajyorniy zalda hisoblayman. Chunki yerda baqirasiz boya tushuntirib o'tgandek, besonaqa qiliqlar o'zingizning qonun doirangizdan ozgina tashqariga chiqib ko'rsangiz, organizm maza qiladi.
ana o'sha yerda to'kadi. Chunki bizda hayot juda charchatib yuboradi inakda. Hayotni o'zi charchatmaydi, hayotdagi yolg'onlar charchatib yuboradi-da. Hayotdagi yolg'onlar charchatib yuboradi. Ba'zi bir yigitlarni yo'qchilik zo'riqtirsa, ba'zi birlarni to'qchilik zeriktirib yuboradi. Ana o'sha ikkita masalani birlashtirib bo'lamiz. O'sha boyga aytayotganimiz o'g'ni yaxshi kommentariyalar yig'adigan bo'lsa, xudo xolisi kattaroq joyda qilamiz-da. Albatta. Suhbatda haqiqatdan shunga loyiq bo'lgan, o'ziga ola oladigan, kelgandan keyin telefon qo'llab o'tirmasdan, informatsiya, emotsiya oladigan bolalarni xudo xolisi chaqiramiz. Ko'rishsin, gaplashsin, keyin o'tiramiz, bas choy icharmiz, birga obed qilarmiz. O'zaro o'zini misol qulog'ingizga etib qo'yadigan qanaqadir savollari bordir. Конечно. Bemalol kommentariyaga yoza olmaydigan. Xudo xohlasa planlar bor. Inshaalloh davomiy bo'ladi. Men o'zi yomon ko'rardim. Qasr kanalda ketma-ket bitta odamni olib chiqilsa, boshqa biri rozilik bermayapti deb o'ylardim-da. Rozilik beradigan odam ko'p, kutayotgan odamlar ham ko'p biz bilan suhbatda, lekin talab bor-da, o'shanga qarab qilamiz. Qiziq bo'ldi. Ko'pchiligi Qarochi boshqa yana bitta ikkita odamlar so'rashyapti. Misol uchun Bekzod akani so'rashdi, Bekzod Shukurov. Da, именно Bekzod akani auditoriyasi qaysidir bir misol trenerlardan ko'ra kamroq. Chunki ular ko'proq mehrni shogirdlarga berganlar-da, shogirdlarga berildi. Lekin shuni anglab bilgan odamlar yozdi, "Okey, Bekzod akani chaqiring." Kironman, Bekzod aka yozolman, yo'q degan gap yo'q. Xuddi sizdagi o'xshashlik ko'raman, faqat pokoleniya boshqa. Xudo xohlasa ular bilan ham video qilamiz inshaalloh. Talab, faqat bizga talab beringlar, qanaqa odamlarni ilmi bor. Bunda savol berganda yaxshi javob bera oladigan, haqiqiy to'g'ri yondasha oladigan odamlar bo'lsa, biz albatta doktor bo'ladimi, qasr sportsmen bo'ladimi, ular sog'lomlashtirishga aloqasi bor odam bo'lsa. Не то что satanani. Umuman sog'lomlashtirish ruhiy taraflama, boshqa psixologga murojaat qilishni boshladi insonlar. Agar trener o'zida psixolog hamma narsani jamul-jam qila olsa, odam maza qiladi. Inakda psixologga kirganingizdan keyin organizmingiz bu joyi og'rib tursa, unchalik maza qila olmaysiz. Da psixikasi dam oltirib keldingiz, no fizически ham, no hammasini birlashtirsangiz, mani stilim, mani metodimni shunga mukammallashtirishga harakat qilaman. Olib ketirish kerak, zo'r ketyapsiz. Xudo xohlasa zo'r ketyapsiz. Mana videoning oxirida eng oxirigacha o'zi sizni xirt shogirdlaringiz, aniq fanat, eng zo'r shogirdlaringiz ko'radi-da, shu odamdan qanaqadir rezultat ko'rgan bolalar bo'lsa, qizlar bo'ladimi? Xullas, rezultat ko'rgan yoki-da nimadir olgan odamlar bo'lsa, pastda yozib o'tib ketinglar. Qanaqa effekt oldinglar yoki nima bo'ldi, qanaqa hayotingizda o'zgarish yoki fikrlashingizda o'zgarish berdi. Yozib ketinglar, nima uchun? Mana misol uchun kimlardir rezultatlarni qo'yasiz-ku, nima uchun? Shu bu boshqalar men mashi bolada ekanman. Demak, bir oyda men bunaqa bo'la olar ekanman yoki 2 oyda dedi-da, o'zini ko'radi-ku. Shunaqa. Boshlab yuboradi-da. Qarshi emasman, kamchiliklarimni yozsin, foyda ko'rganlarini yozsin, ko'rmoqchi bo'lganlarini, savollarni kirgizsin kommentariyaga. Keyingi temalarda nima bo'lishini kirgizib ketinglar. Qo'limizdan kelgancha tushunganimizni gapiramiz. So'z oxirida o'z tugatib bering aka. Chaqirganinglar uchun rahmat Jamoliddin. Men juda xursand bo'ldim. Har doim shunaqa oqibatimiz mustahkam bo'lsin. Onlayn bizni ko'rib turganlarga offlayn ko'rish nasib qilsin hammamizga. Qisqa, lo'nda eng defitsit bo'lgan narsani gapirib o'tib ketamiz-da. Baxtli bo'linglar.